Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Hozirgi vaqtingizda xayrli bo'lsin. Bizga kundalik turmushimizda kundadagidek bir qiziq nuqta chiqib turadi. Chunki holimiz o'zimizga ayon, hammamizning ko'zi vatanda bo'lg'achqa. Chet elda bizning shu da'vo ishlarimizda nima yangiliklar bo'lyotidi degan nuqtaga hammamiz kunda diqqat qilib turibmiz. Bu yaqin oyog'i hammamiz diqqat qilayotgan bir markaziy nuqta surgunlik hukumat albatta. Hammamiz bilganimizdek 11-oyda yana bir oy qoldi. Bir oydan keyin Washingtonda bu surgunlik hukumatning tunji qatam ishni xalq eshitayotgandan keyingi qurultiyi bo'lmoqchi. Ham u yerda bir saylon bo'lmoqchi. Ham hukumatniki barliq mas'ullari, yetakchilari xalq tarafidan saylanib chiqmoqchi. Bir oy vaqt qolibdi. Hozirgi ahvollardagicha ilgirlashlar qanday bo'lyotdi, saqlangan masalalardagicha bu vaqtda nihoyatda qizg'in talash-tortishlar mavjud xalqimiz orasida. Bu vaqtda yana shu hukumatnikilardan eng yangi uchur edish maqsadida bugun inimiz Salih Xudoyorni ekranga taklif qildik. Assalomu alaykum, hurmatli Salih Xudoyor. Ekranimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom Jasar aka va assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bayda o'tganimdek bir oy vaqt qoldi bu surgunlik hukumatning qurultiyiga. Biz hali bo'ldi bu ishga ko'ngil bo'lib diqqat qilib kelayotgandi. Bu vaqtda to'rda, sosyal medialarda kundaligidek yangi bir uchurlar chiqyapti, qizg'in bas munozaralar bo'lyapti, talash-tortishlar bo'lyapti degandek. Bu vaqtdagi eng yangi uchurni sizdan anglasak, hozir bu qurultayga bir oy vaqt qoldi. Tayyorlik ishlari qanday ketyapti? Saqlangan masalalar bo'lsa, uni deb o'tsangiz. Tayyorlik ishlari asosan yo'lida menyapti. Asosan muhim tayyorlik ishlarimizni qilib bo'ldik. Shu hamda tartibningki ishlar qoldi, uni asta-asta hal qilib bo'lamiz. Bir necha hafta yoki bir necha haftacha. Nomzodlarni shu tashkilish nimalarimi qilyapti. Hamda ba'zi aramizda ba'zi shu talash-tortishlar, yana jidallar bo'lyapti. Afsus, men bu yerda u taraf bu tarafni tutmayman. Men azaldan Sharq Turkistonning killam tarafida, bizningki mustaqilligimiz tarafida, davlatningki asli kelish tarafida va hukumatningki kuchlanish tarafida. Endi bu talash-tortish hamda bizningki Uyg'urlarda qanimizda borki bu ish mayli qanday ish qilayli, 4 odam bir kelgandeklar uzun o'tmaylar bir o'xshamaydigan fikrlar tufaylidan bir talash-tortishlar bo'ldiki, ammo bu qatam surgunlik hukumatga ya'ni bu qatam qurultayga tayyorlik qilayotganlar shuningga vakil bo'lib kelganlar orasida ko'pincha biz biladigan o't yurak vatanparvar insonlarimiz deb qaraymiz. Asli endi bularning orasida talash-tortish bo'lishi normal, ammo hammasining o'rtaq nishoni vatanniki mustaqilligi bo'lgandan bu jihatda hammasining maydoni nihoyatda mustahkam, kuchli bo'lg'achqa talash-tortish bo'lsa-mu normal, ya'ni tor doirada bo'lishi kerak. Hamda burunqidek cho'ng jidallar chiqmasligiga umidimiz. Ammo bugun to'g'rida ba'zi narsalarni ko'rib qoldim. Ba'zilar bir uchurlarni yozibdi, bilmadim. Rasmiy yog'anmi? Bugun hamda xalqimizning bu vaqtdagi ahvollarini bilgisi bor sizdan. Ya'ni bu surgunlik hukumat atalsizlar hozir beshimizni og'ritadigan bir gap, burundan shu parchalanish, bo'linish, chiqarib o'tish, ap tashlash degandek narsalar bo'lgan. Inshaalloh bunday ahvol ko'rilmas oranglarda. Hamda bunda ahvollar ne afsuski bo'lyapti. Chunki biri bu hukumatningki kuchlanish uchun, hukumatning birligini saqlash uchun ba'zi hukumatning birligiga qarshi
turayotganlar bo'lishi mumkin aramizda deb aşında ishlar bulab qoldi. Xalqning birligiga, masalan, ben nurg'un qitim deb ketdim. Sharq Turkiston, bütün Sharq Turkistonda yashayotgan turkiy millatlarningki, xalqlarningki vatani. Sharq Turkiston Uyg'urlarningki vatani, Sharq Turkistondagi qozoqlarningki vatani, Sharq Turkistondagi qirg'iz va o'zbek tatarlarningki vatani. Va tarixda 2 qitim Sharq Turkiston Cumhuriyeti e'lon qildik. Qurdi bizning ajdodlarimiz. Ularning orasida vatan uchun, shu Sharq Turkiston davlati uchun, mustaqillik uchun Uyg'urlim jon berdi, qozoqlim jon berdi, qirg'izlim jon berdi, o'zbeklim jon berdi, tatarlim jon berdi. Ammo ne yapsizki sirtda ham bu hukumatning ichida ba'zi kishilar yana shu milliy manfaatimizga, davlat manfaatimizga, birligimizga ziyon soladigan söz va harakatlarda bulayotidi. Bizniki hamda xalqimizniki siyosiy tushunchimiz bek mukammal bo'lmagan taqdirdami biz davlatimizni boshqa bir atalg'i bilan atishimiz va yoki davlatimizning ichidagi bo'libmi qarindosh millatlarni, xalqlarni chetga qo'yishimiz to'g'ri emas. Chunki bu Sharq Turkiston hammamizniki vatani. Bir Xitoy va uningki boshqa ishg'oliyat millat va xalqlardan boshqa hamma Turkiy xalqlarningki vatani Sharq Turkiston. Shuning uchun ajdodlarimiz Sharq Turkiston deb ismni qo'llangan edi. Endi ne yapsiz shu men bayon degandek aramizda shu hukumatning ichidami va sirtidami Uyg'uristonchilik, Uyg'ur jumhuriyatchilik, Uyg'ur irqiy millatchilikni tashviq qilayotganlar bor va bu biz uchun tushunsak ziyonliq. Men shaxsan o'zim Uyg'ur, oilam Uyg'ur, ajdadim Uyg'ur, men Uyg'urligimdan faxrlanaman. Lekin biz davlat manfaatiga kelgan vaqtda biz qarindosh millatlarni yanimizga tortishimiz kerak. Biz yolg'iz qolsak dushmanga kuchli taqobil turolmaymiz. Qanchalik ko'p son bo'lsak, shunchalik yaxshi taqobil tura olamiz. Buni men necha qatim burun deb ketdim, ammo buni aramızda ismi atab tüymayman, özleri özünü biladi. Bundalar iştiryotdi. Bular ba'zilar qonunni o'zgartimiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb qarashtiryotdi. Qonun xilof qilganlar bor. Hamda bizningki qonun xilof qilganlarni jazolash bir huquq yo'q hozir. Sharq Turkiston surgun hukumatninki soqchisi yo'q, askari yo'q, istixborot bir nimasi yo'q, idorasi yo'q. Shuning uchun bizniki birlam amal shu qonun xilof qilganlarni vaqtinchalik hukumatdan tepib chiqarib o'tish, hukumatning sirtida turishi. Chunki ben dedim bu qonunimizda bu 72 madde bor, 71 ya 72 madde bor. Qonunda yozildiki birinchi 6 maddedan boshqa maddani parlamentninki ko'p sonliq ovozi bilan almashtirish kirgizish bo'ladi, o'zgartirish bo'ladi. Lekin birinchi 6 maddani o'zgartirish bo'lmaydi deb yozilgan. Ta Sharq Turkiston Cumhuriyeti asli qurilgan qadar. Birinchi madda Sharq Turkistonninki davlatning ismi. Davlatimizning ismi Sharq Turkiston. Uyg'uriston, Uyg'uriya, Uyg'ur Cumhuriyeti va yoki Xinjiang va yoki boshqa narsa emas. Va buningga bilib xilof qilganlarni nurg'un ogohlantirish bersaqmi, yana qilayotganlarni hukumatdan chiqarmay, yani saqlab turaversak, o'sha jidallar chiqadi ekan. Bo'lginchilik bo'ladi ekan. Shuning uchun buni oldini olish uchun ba'zi kishilarni o'zi istiqo berdi xatolikni qilib, ammo aramizdagi ba'zilar bu istiqo berganlarni yana achirib oldi va buningdan bir muncha jidallar paydo bo'ldi. Yana bir masala shu rahbarlarningki hukumatning ichida xizmat oladigan bo'libmi, cho'ng vazifat oladiganlarningki
muhim vazifa aldıqanlarniki, meyli Cumhur Reis bolsun, Baş Minister bolsun, Parlament Reis bolsun, bularniki pakiz buluşu, ahir görünüş pakiz buluşu, şu işqa layık buluşunu teşkiriş üçün nim qilsak, bazı qarindoshlarimiz, yani ismini atayamayman, men bu yerda hech kimning tarafi emas. Bununla qarshi turib oldi. Nima uchun qarshi turyapti, uni tushunolmadim. Bu biz uchun foydali ish. Bizningki başımız keldiganlarningki pakiz bo'lishi, tarixiy, oila tarixi pakiz bo'lishi biz uchun yaxshi ish deb qarayman. Bunimi xalqninki, men parlament sirtida xalqning ovozi qarab boqay deb Facebookda bir xalqning irodasini o'lchash uchun bir nima savollar qo'ygandim. Xalqninki 93%, 400 necha odamdan 93% teşkiriş kerak dedi. Adli bir şirket işqa ilinsa desakmi, hukumatning sirti deyli, hukumat demayli, adli bir şirket men qilsakmi, o şirketninkimi o'lchamlari bor. Teşkiriş qiladi, madem muvofiq bo'lamdi, muvofiq bo'lmadi deb. Bo'libmi davlat organlarida qattiqroq teşkiriş bo'ladi. Şüpheli insonlarni, bo'libmi istixborot bo'limlarida şüpheli insonlarni istixborot bo'limlariga qat'iyan yaqin kelmaydi. Hamda bizningki istixborot tushunchimiz nihoyat tuvan. Meninkimi nihoyat tuvan, ammo o'qiyotgan kasbim shunga munosabat bo'lganligi uchun, davlat bexatarlik bilan munosabat bo'lganligi uchun men az narsani o'qidim. Buningda ehtiyot qilishni deydi. Masalan, nurg'un xatoliklar, ko'zi kichik narsani muhim emas, oddiy bir masala deb o'ylab qolganimiz bilan keyin muhim nuqtalarga kelgan chog'da ba'zi kishilarninki rasmiy nimasi chiqib qoladi o'tirg'a. Ziyon silib qolgan yerlar bo'ladi. Shuni oldini olish uchun iloji bor. Hukumatninki pakiz menishi, aramizda irqiy millatchilik qilmay, hammamiz vatanparvarlik qilsak bo'ladi. Sharq Turkiston millatchilik qilsak bo'ladi, ammo irqiy millatchilik qilsak, biz Sharq Turkistondagi yashayotgan Qozaq, necha million Qozaq qarindoshlarimizni, Qirg'iz qarindoshlarimizni, O'zbek, Tatar qarindoshlarimizni sirq qilib qo'ygan bo'lamiz va dushman bundan foydalanadi. Tarixda masalan Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni besib kirgandan keyin Sharq Turkistonninki mavjud qismlarini atalmış u masalan men o'zim tegim atishdim. Atishni ayrim bir Qizilsuv Qirg'iz oblasti deb bilab qo'ydi. G'uljinimi ili biznes, Qozoq biznesi deb bilab qo'ydi. Shu bilab bir-birimizni qarshi qo'yib, Sharq Turkistonning birligini yo'qotish uchun Xitoy harakat qilib keldi. Va biz buningga aldinib ketib, yana Xitoyninki shu aramızda ziddiyet silishga aldinib ketsak va o'zimiz irqiy millatchilik qilsak bir-birimizga, biz ziyon tortamiz. Buni men necha qatim so'zlab ketdim, burunma so'zladim. Xitoyning dushmani yolg'izlam Uyg'ur emas. Yolg'izlam Qozoq emas, yolg'izlam Qirg'iz va yoki O'zbek va yoki Tatar emas. Xitoyning dushmani Sharq Turkiston. Tamamen Sharq Turkiston xalqi. Uni yo'qotish uchun Xitoy hammamizni kamplarga sulab qo'ydi hozir. Har Qozoq bo'lamsiz, Uyg'ur bo'lamsiz, siz bu qarindoshlarimizni hammasini kamplarga sulab qo'yapti. Hammamizni tamoman birlikda yo'qotaman deyapti. 2019-yillik davlat bexatarlik strategiyasida aniq o'tirib qo'ydi Xitoy. Burun yushirin o'tag'irib olgan bilan bu yili aniq o'tirib qo'ydi. Bizningki 4-nishonimiz Sharq Turkistonninki qurilishini tusash deb. Bu yerda Uyg'urninki nimasini tusash demadi, Qozoqninkini tusash demadi, Sharq Turkistonning birligini qurilib qilishini tusash deb harakat qilyapti. Azaldan shu 2001-yildan tortib atalmış biznes hareketi deb Sharq Turkiston davosini yo'q qilish uchun tirishib keldi. Chunki bu davlat davosi, bizning davlatchilik tariximiz bor. Xalqarada bu biz uchun bir isbot, ishg'oliyat ostidagi bir davlat deb da'vo qilishimizga cho'ng bir isbot ekanligini bilib Xitoy bu davoni yo'q qilish uchun o'yin o'ynab
kishilik huquq, oliy avtonomiya bu davosiga xalqimizni aldab ketdi. Hamda biz o'tgan yili 2018-yilda 6-oyda boshlagan harakatimiz bilan Sharq Turkiston davosini qaytadan dunyoga tunutish, davlat davosimizni qaytadan dunyo sahniga aklish va davosimizni to'g'ri anlatib, davlatimizni asli keltirish uchun harakat boshladik. Ondan keyin butun dunyodagi xalqimiz bu harakatga atlandi. 70 yilning ichida bizningki cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Bu 2018-yilda. Nima o'zgarishlar bo'ldi desak, xalq umumiy qism xalqimiz shu vatan sirtidagilar Sharq Turkistonninki mustaqilligi bo'lmay turib, bizningki kishilik huquqimiz, diniy erkinligimiz va yoki boshqa narsamiz bo'lmaydiganligini tunib ketdi. G'arbdagilarmi asta-asta Sharq Turkistonninki mavjud ekanligini itiraf qilishga boshlayotdi, mediada Sharq Turkiston deyishga boshlayotdi. Yolg'izlam Amerikaniki yoki nimaniki emas. Hatto tunigan 24 soat bo'lmadi. Rossiyaniki davlat kanalida o Amerikaniki, Xitoylarniki xodimlarga viza bermaslik nimasini xabarida burun bu yerda Uyg'urlar va boshqa xalqlar bu yerda birlashib Sharq Turkiston Cumhuriyeti'ni mustaqillikni e'lon qilgan deb qistirib qo'yapti. Bu biz uchun nihoyat yaxshi deb qarayman. Oddiy ko'ringan bilan necha yilning yozi bu Rossiyami davlat kanali Sharq Turkiston masalasi bundan qilmaganti. Hatto oddiy Uyg'ur kishilik huquq masalasidami bir narsani chiqarib jo'maydi. Ammo ma chiqag'ini biz uchun umid butun dunyodagi Sharq Turkiston xalqiga. Asta-asta Rossiyami va boshqalarmi Sharq Turkiston davlatininki burun bor ekanligini tunyotidi va buni kelgusida inshaalloh Sharq Turkistonninki besilib olgan zamin ekanligini e'tirof qildirishga bir yo'l ochadi deb o'ylayman. Hamda bu yerdagi ishki ziddiyatlik kelsak aramizda albatta o'xshash, hammamizning o'xshash fikrimiz bo'lmaydi. Hammamizningki boshqa ko'z qarashlarimiz bo'ladi. Ko'z qarashlarga hurmat qilamiz. Ammo qonunimizni xilof qiladigan davlatninki, millatninki va xalqning birligiga manfaatiga ziyon yetkazgan ishlarni qilgan kishilarga biz qarab o'ttasakmi bo'lmaydi. Bu nurg'un qatim deb ketdim. Keyin problem chiqdi deb. Tarixdan bu yana aslında biz ko'z yumib, oddiy masalalar ko'z yumib, mana mushkuni qildik. Shuning uchun bu davoni pokiza berish kerak. İnsonninki, bu yerdagi chigin qarindoshlarimizniki men bularni yomon demayman, yaxshimi demayman. Ko'p qismi haqiqiy vatan uchun, millat uchun xizmat qilaman deydiganlar deb o'ylayman. Ammo ba'zilar aramizda, yana ismini atmayman bu yerda, jidal chiqarib, vazifalarning hammasini sizlar ilib oldinglar, hokimiyatni sizlar tatib oldinglar, uni qildinglar, buni qildinglar deb tuhmat atyapti. Shaxsan men bu qarindoshlarimizga men 4-oydan tatib chirib, ma hukumatni kuchlantirman, rasmiy shaklda bir hukumatdek e'tirof qildirish uchun shaklda bo'lsa-mu vaqtlik bir kabinet qurib turayli deb o vazifani menga atagandi 6-oyda. Shuning bilan men qarindoshlarimizga telefon qilib, ma vazifa ep turonsam ko'p qismi unimidi vazifa olishga. Nima uchun vazifa olmaysiz deb savol solsam, nima uchun vaqtinchalik olib turmaysiz desam, biz hokimiyatga kelgan chaqda biz bosh minister, andan keyin parlament raisi bu bo'lgandan keyin undan keyin xizmat qilishga boshlaymiz dedi. Bu yerda shaxsan bu mening nirvamni o'latdi. Chunki agar haqiqiy vatanparvar bo'lsak, haqiqiy hammamiz bu yerga millatninki vakili deb tushuydik. Haqiqatan vatan millat uchun xizmat qiladigan bo'lsak, har qanday vazifaga qo'limiz kelgancha ma'qul deb turdik. 11-oy saqlab turaman, 12-oy saqlab turaman deb o'tamaydik. Davlat menga yurish kerak. Biz bir odam chiqib ketsa yoki ikki odam chiqib ketsa davlat vayron bo'ldi degan gap yo'q.
Devlet meni vurdu. Oruna başka adam koyumuz, yani devlet meni veriş gerek idi. Ama bu qarindaşlarımız bunu red qilib, yo'q biz hokimiyatning beshiga chiqqancha nima qilamiz deb, hatto allıburun bir qism qarindoshlarimiz maqsadi bu hukumat qilish, xizmat qilish emas, hokimiyatni tortish ekanligini uninki ovozliq orqali birmuncha qarindoshlarimizga qoyil qilish uchun telefon qilib yuribdi ekan. Hatto meni qoyil qilish uchun tirishqanli bo'ldi. Men bundan qarshi turdim. Chunki biz qonunimizga xilof qilgan bo'lamiz va unda kishilar bilan men shaxsan ish qilolmayman. Chunki ular haqiqatan vazifa qilg'is bo'lsa, hozir vaqtliq bo'lsa-mu, vazifa olib turdi inson degan. Reislikni talashib o'tmaymiz. Bu yerda reislik uchun kelmadik. Bu yerda xalqimizni qutqizamiz, davlatimizni asli keltiramiz degandan keyin kim reis bo'lsa, tuzukroq adam reis bo'lsa, shuni qo'llaymiz. Ammo yo'q, men reis bo'ldim, a bo'lmaydi ekan, ma'nim ekan deb o'tarsak, jidal nim qilsak, ishimiz oqmaydi. Xalqimizni umidsiz holatda akib qo'yamiz va bizni kuzatayotgan nurg'un davlatlar bor, ularni umidsiz holatga akib qo'yamiz. Buni men turgan hukumatning ichidagi har qanday qarindoshlarim necha qatim dedi. Hozir ikki tarafga ayrılib ketdi. Afsus, ikki taraf bo'lib qoldi. Ba'zi masaladan chiqarilgan odamlarni chiqarib burun ketgan, o'zi istiqo bo'lgan odamlarni qaytadan achirib olgan taraf bo'ldi va bu o'zi istiqo berganlarniki birinchi moddaga keyin hukumatdan chiqdi, birinchi modda xilof qilgan yerlar bo'ldi va boshqa bana sabablar bo'lib vazifada nim qilmay reislik talashib o'tganlar bo'ldi. Bu nihoyat afsuslantirdi meni. Xalqni afsuslantiryapti. Shuning uchun mening deydiganim xalqning ra'yini qo'yaylik. Biz hammamiz xalqning temsil vakili degandan keyin millatning vakili degandan keyin millat o'tirib qo'yaylik. Millat nima qaror beradi? Bu yerda 60 odam yig'ilib olib ma'ni qilamiz, ani qilamiz demay, Facebookda hozir savol so'rab xalqning ra'yisini o'lchash nimasi bo'lgandan keyin xalqdan so'rab qo'yaylik deb o'tirib fikr qo'ysam, ba'zilar bunga qarshi chiqdi. Aziz qarindoshlar, biz bu davosimizni pokiz etishimiz kerak. Chunki biz uchun bu eng oxirgi fursat. Bu fursatdan boshqa yana bizga fursat kelmaydi. Bu sharoitni qo'ldan ketkizib qo'ysak, bizningki borliqimizni borliqimizni yo'qotib qo'yib, yo'q ketib boryapmiz biz. Shuning uchun har qanday tashkilotda va yoki davlat organlaridami tashkirish bo'ladi. Buning qarshi chiqmaslik kerak ba'zilarniki. Pokiz odamlar o'tirib kelish kerak. Qonunga bo'lginchilik qilayotganlarni hukumatning ichida tutmaslik kerak. Masalan, Amerikada qo'pab senatorlar, Amerikaningki parlament a'zolari qo'pab, Amerikani biz Amerika demaymiz. Amerikani aqlo jumhuriyati deymiz desa, qonun xilof bo'lamdi, bo'lmamdi? Albatta qonun xilof bo'ladi. Millatningki, xalqningki birligiga xiloflik bo'ladi. Unda odamlarni parlament vakili qilib to'g'izg'il bo'lamdi? Yo'q, Amerika unda odamlarni to'g'izolmaydi. Nurg'un parlamentlar kichikina sal irqiy millatchilik qilib qo'ygani uchun sharmanda bo'lib, majburiy istiqo bo'lib ketgan yerlar bo'ldi. Hatto prezidentningki ba'zi nomzodlari burunqi xato so'zlari bilan, harakatlari bilan prezidentlik nimasidimi, nomzodligidimi yo'qotib voz kechishga majbur bo'lib qoldi. Biz bu yerda xalqimizning birligini saqlashimiz kerak. Xalqimizning irodasiga bo'ysunishimiz kerak. Davlatimizningki manfaatini boshda tutishimiz kerak. Buni deyman. Andan keyin siz yana boshqa savollaringiz bo'lsa, savolingiz bo'ladi. Bo'lmasa yana bir masala bor bu. Hukumat 3-2 bo'lib ketdi degan masalaga. Uni sal turib qilsak, men hozir deganlaringiz asosida mening so'raydiganlarim bor sizdan. Boya deb o'tdingiz, ba'zi ahvollardan qaraganda ishga bo'linib, yana men rais bo'laman deydigan tamada balki ba'zilar normal xizmat topshirsak o'tmedi.
Ama reis bo'laman deb talashyotidi degan gapni qildingiz. Endi bu yerda mening bilishimda bu hukumat xalqqa ichib berilgandan keyin 50-60 millat vakili saylanib xalq saylab yanılarga keldi. Bular hozir tayyorlik qilayotgani 11-oydagi qurultayda. Ben o'tganda Ablahat Nur Qarajim bilan suhbatlashganda va yoki Elyar bilan suhbatlashganda buni qayt so'rdim. Bizning biladiganimiz hozir talishib bir nima qiladigan narsa yo'q. Ya'ni 11-oyda aşağıda hamma odam amalni qalpig'ini tashlab puhra bo'lib boradi. Hamma odamni aşağıdaki xalq saylaydi. Ya'ni bir şey xalq deganimiz shu millat vakillari bo'lib bag'anlar saylaydi. Shundaq ishgan saylamga bir oy vaqt qoldi. Bu saylamda hamma odamning saylanganini bilib turib, yana nimani talishuvda hozir yana bir saylar atamsizlar ishinglarda? Yo'q, bu ishchida saylam yo'q. Ishchida teptish heyeti bor, oliy kengash bor, parlament bor. Parlament teftishning qarorini teftishning olgan qaroriga bo'ysunmaymiz deb ba'zi parlamentdagi kishilar saylam qilmay turib, ani o'zgartirishimiz, prezidentniki huquqini, bosh ministerning huquqini to'ngiltib qo'yamiz, bunda ishlar bo'lib ketdi. Onun bilan men saqlab turinglar, aldirab ketmanglar, ishkili taraf dedim. Biz 24 saat dam olaylik, hammamiz charchadik. Biz bu yerda nurg'un umidlar bilan xalqimizni bizni kutyotidi, jidal qilmaylik, o'ylashib qonun bo'yicha mangaylik desak, ishkili taraf anglamay, ya'ni o'zininki jidallarini qilib, uni chiqarib yetib, buni chiqarib yetimiz deb, onu to'ngiltimiz, onu to'ngiltimiz deb burun ayrılgan adamlarni achirilgan ishli bo'lib, bu qonunga xiloflik deb masalan bizningki teşkiriş mesela istihbarat nimimiz bo'lmagandan keyin gumonliq insonlar bo'lsa, biz ularni yaqin tutsak, keyin hukumatga va yolg'izlam hukumatga emas, da'vosimizga xato ta'sir, yomon ta'sir berishini oldi qilish uchun ba'zi qarindoshlarimizni afsuslanishcha biz hukumatdan chiqarib o'tishga majbur bo'ldik. Çünkü bazılarının hatalıkları oldu, bazılarınınki men ismini atmayman, bir qarindishimiz Suriyaga berib ekan. Shu necha yil ishchidilar. Shuning bilan Suriyaga borganlik uchun u qarindishimizni xapolmaysiz, bu yerga chiysiniz, bu hukumatga yomon ta'sir berishi mumkin deb chiqarib o'tdik. Chunki agar bu odam hükümetin işi tutsa, parlament a'zosi bo'lsa, atogin Xitoyniki yoki boshqa bir yani istihbarat chiqib, resim u odamniki resmini o'tirg'iga tashsa, odam manda aqchi qurolli kuchlar bilan manda qilib ketgan desa, hukumatni yo'q qilib yetadi. Shu bir ishlab, oddiy ish, kichik ish, ammo bir ish hukumatni yo'q qilib yetadi. Va bizning hukumatimiz mana ular terror tashkiloti deb jakalaydigan Xitoy buni qilmaydi diyememiz. Hozirmi baribir da'vatidi. İngilizce'de buni guilt by association deydi. Aralashib qolgan bilanlar, aralashib qolsinlar, hammasi yomon deb nimasi. Aralashganlar umi yomon, bumi yomon deb nim qiladi. Shuning uchun unda kishilardan hukumatga yaqin tursa, hukumatninki e'tiborini ve davanın kimsini ziyan qilish ehtimoli büyük bo'lganligi uchun chiqarib o'tdi. Bir qarindishimiz o'zi istifa bergandi. Ondan keyin istifa berib WhatsApp'da, Facebook'da Uyg'uristonchilik boshqalarning Uyg'uristonchilik degan nimalarni paylaşib yuribdi ekan. Men buni qarindishimizniki chiqishdan burun, istifosini berishdan burun men degandim, qilmay turing desam, unimidi. Keyin shapollam Uyg'uristonning kimsiga o'zgarib ketdi. Endi bu qarindishimizning yana bir aramizda turishini to'g'ri ko'rmayman. Biz irqiy millatchilik qilsak aramizda, yana bayon dedik, Sharq Turkistondagi boshqa Turkiy xalqlarni o'zimizga dushman qilib qo'yamiz. Bizga
birlam düşmanımız var. Dünyada birlam düşmanımız var. O bolsa Xitay ve onunki işgaliyet güçleri. Bizniki başka düşmanımız yok. Bunu hammadan bilsin. Bunu nurgun dep ketdim. Ama baştakilarmi bu yerdeki men teşkilatning 5'i u 5'i deb o'zimizga artık davamızga düşman tep bo'lyapmiz. O davlatni yoki bu davlatni qo'llab qo'yap. Biz bizni qo'llagan davlatlarni qo'llaymiz. Ammo 100% ularniki qilayotgan ishlarini destek qilmaymiz. Bazı faydalı yerlerini siyaset degan shu. Biz faydalı yerlerini qo'llaymiz. Faydalı bo'lmasa, masalan, bugun İsmail Chingiz Turkiyaniki Suriyaga kirishnisini qo'llab, hatto 3 million Sharq Turkiston diasporadagi Sharq Turkistonliklar Turkiya bizga emir bersa, biz Turkiyani qo'g'dash uchun jangga otlanamiz deb shunday so'zlar qilib turib yuribdi. Bu bizning manfaatimizga foydalimi, foydali emasmi deb bu savolni qurishimiz kerak. Bu yerdagi rahbarlar har qanday tashkilotniki va yoki nimaning rahbarlari bo'lsin, ular da'vo qilaman deydigan bo'lsa, Sharq Turkistonning da'vosini qilaman yoki Uyg'urning da'vosini qilaman deydigan bo'lsa, Sharq Turkistonniki va Uyg'urning manfaatiga ziyonli ehtimoli bo'ladigan ishlardan yiroq turish kerak. Hamda hozir bir narsa boya sizmi dedingiz, muhim masalalarni xalqninki qaroriga tashlashimiz kerak degan gapni qildingiz. Albatta. Bu yerdagi xalq kimni nazarda tutasiz? Mushu diasporadagi barliq Uyg'urlarmi? Ya buning ichida mushu sizning yaningizga, sizlarning yaningizga kelgan o'sha barliq millat vakillarimi bormi? Yo'q, bu yerda masalan qonunga, masalan Facebookda men nim qilib baqdim, chunki parlament a'zosimizdagi ba'zi qarash chiqqanlar bo'ldi. 60 odam bilan bütün millatning taqdirini belgilaydigan ishni qilsak xatolashimiz. Shuning bilan men bijabtilik nima qilib qo'ydim. 400 odam javob beribdi, 400 necha odam 93%i teshkirish kerak deb nima qilibdi. Ashunda o'lchsak bo'ladi. Bütün diasporadagi. Chunki biz xalqninki, millatning vakili bo'lgandan keyin millatimiz nima deyapti, ularnikini anglab beqishimiz kerak. O'zimiz qo'ltiq o'tirib oliblam, mening fikrim ma'viti desak to'g'ri, mening fikrimti deyish kerak. Ammo ma'ni 100% qilamiz desakmi xatolashimiz. Xalq qo'yap, xalq nima deydi? Biz 60 kimmiz, xalqning ra'yini bir sinab boqayli. Undan keyin shuning qarta talash tortish qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Bu to'g'ri, chunki bu hamma ishda mayli qanday davlat bo'lsin, xalqning ra'yini sinaydi. Masalan, deylik Yevropada Shveysariya degan davlatda agar cho'ngroq bir ish qonun yoki bir qaror olmoqchi bo'lsa, bir cho'ng ishda butun xalq tashlaydi, ya'ni butun xalq ovoz qo'shadi, uning persenti bo'yicha mayli 1% ortiq bo'lsa-mu, shu 1% ortiqning ovozi bo'yicha masalan 51 da 49 bo'lgan bo'lsa-mu, 51%nikini ijro qiladi. Ya'ni bu hech kimningki xalqninki qaror irodasining ustida ish qiladigan haqqi yo'q. Xalqninki qarori bo'yicha bo'lishi bu asosiy prinsip insonlikda. Ammo hozir endi ba'zi demokratiyalarda, ya'ni parlament a'zolarini saylashga maqsad parlament a'zolari, ya'ni o'xshamagan yerlardan kelgan parlament a'zolari o'z rayonlaridagi xalqninki irodasiga vakillik qiladi. Chunki her daim bütün xalqninki rayını sınash mümkün emas. Yani daim qilib ketib bo'lmaydi. Shunglashqa her bir o'xshamagan rayondan millat vakillari saylandi parlamentga. Shular o'zlari turishliq rayondagi xalqninki daim fikrini olib turadi, ham bu fikrini parlamentga olib keladi. Buning bilan hisobda yana xalqning umumiy fikri shu yerda bayon qilingan bo'ldi parlamentda. Shunga hozir masalan sizlar ishni xalq ichayotgandan keyin hozir 50-60 millet vakili var, hatta onun da köp bo'lishi mümkün. Hem sizlerning aranglardimi? Gerçi bay degandek bütün xalqning ra'yini doim sinash mumkin bo'lmagandan keyin mushu millat vakillarini xalqning vakili deb atsak, aranglarda har qanday muhim qarorda ko'pchilikniki qarori bo'yicha ish qilish mexanizmi bormi?
Buni ko'pchilikning qaror bilan ish qilish mexanizmi bor. Lekin ba'zilar bu mexanizmdan o'tib kelayotgan yerlari bor, ba'zilar ko'pchilikninki qaror kelgan ishlarmi umumiy davlatning manfaatiga taqishib qolgan yerlarim bor. Masalan, ko'pchiliklarninki, hamda ko'pchilik demay, ko'pchilik buni nima qilgani yo'q, ammo ko'pchilik demokratiya xohlaymiz deydi. Tamam, demokratiyani nima qilish kerak, ammo demokratiyani tamoman yo'lga keltiramiz desak bu yerda kimninki kim ekanligini bilinmay turib, nima maqsad bilan buni da'vatdi, nima maqsad bilan bu ishni qilyapti. Masalan, bizga masalan Uyg'uristonchilar bizga demokratiya degan narsa bor, biz Uyg'uriston desak nima bo'ldi deb nima qilganlar bor. Albatta, erkin so'zlash, fikr qilish har kishiningki haqqi bor. Ammo davlatga vakillik qilaman degan kishi davlatning ishida turib irqiy millatchilik qilsa, buningga ko'z yumib qo'ysak bo'lmaydi. Buni ajdodlarimizmi, masalan, birinchi Sharq Turkiston Jumhuriyatiniki 9 prinsiplari bo'lgandi. 9-prinsipda bu shaxsiyatchilikka, irqiy davlat amaldorlarining orasidagi irqiy millatchilikka va corruption deydi, para yeyishga, uningga qarshi turamiz deb yozig'lar. Chunki biz bu yerda hozir shu surgun hukumatdami hozir boshqa qarindosh millatlarimiz yo'q. Qilish kerak edi va buning uchunmi tirishyapmiz. Hozir millat vakili bo'lamizmi? Inshaalloh biz 11-oyda qurultaydikda qarindoshlarimizni qozoqlardan, iloji bor Sharq Turkistonlik qirg'izlardan, o'zbek tatarlardanmi muhim vazifalarga atashni vazifa qilishni umid qilyapti. Umid qilyapmiz. Chunki bu hammamizniki davlati. Davlatimizning ismi Sharq Turkiston. Biz atalarimizningki, burungi ajdodlarimizning qilgan amgiga xiyonat qilsak bo'lmaydi. Buni xiyonat qilsak, o'zimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. O'zimizga ortiqcha dushman tepib olgan bo'lamiz. Bizga birlik kerak da'vatimiz. Nurg'un odamlar birlik da'vatidi. Ammo birlik deganlarmi yana Uyg'uristonchi, uchi buchi deb o'tasak, o'zimizni bo'lib qo'ysak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Sirtki millat bu parlament sirtli desa, uning mayli. O erkin fikri. Ammo parlamentning ichi turib, Sharq Turkiston surgun hukumatining parlamenti turib, men ya'ni Uyg'uriston deb qilsa, u bo'lginchilik bo'ladi, irqiy millatchilik bo'ladi va qonunimizga xilof bo'ladi. Bo'ladi.
qaraganda bu qarindishimiz o ma'lum bir necha kishininki qarshi turgan ovozlarni anglamabdi. Ammo men bu qarindishimni o'zini bilaman, men o'ziga yo'llab beray. Albatta. Bu buni vaqt bir joyda yetishmaydi deb o'ttasaqmi bo'lmaydi. Bir joyda yetisha olamiz. Oddiy teshkirish qilish uchun, balki murakkab teshkirish qilmaslik uchun, oddiy teshkirish uchun, masalan, bizning qila oladiganimiz torbetga, Sharq Turkiston surgun hukumatining torbetiga bir mesaj ivata oladigan, uchir ivata oladigan, nomsiz uchir ivata oladigan bir sayfini yasab, o bizning parlament parlament prezidentlik nomzodlarimiz o bizning parlament reislik nomzodlarimiz o bosh ministerlik nomzodlarimiz o bular to'g'riliq sizlarniki xalqqa, ya'ni sizlarniki bular to'g'riliq unda manfaatimizga ziyon yetkazgan, davlatning manfaatiga yoki da'voga va yoki tarixida axloqiy jihatdan yoki boshqa jihatdan ziyon yetkazadigan, keyin kelgusi ziyonli qilib qoladigan narsalar bo'lsa, yo'llab beringlar deb qilsak bo'ladi. Undan bir oy ichida emas, 2 hafta ichida, 3 hafta ichida xalq buni hech kim nima qilmaydi, chimayotganligini qilmaymiz. Qarab, birdan teshkirib o'ttasaqmi bo'ldi. Yoki xalq shu odamni tunaydigan bo'lsa, oila tavatlarni tunaydigan bo'lsa, men mani tunaydim, ani tunaydim, manda adam desin bo'ladi. Ondan keyin bütün uchurlarni yig'ib ashuni qattiq qilsak bo'ladi. Bu yerda qilgan yoki qiladigan narsa emas. Buni o'ttansak bo'lmaydi. Albatta uzun muddat qilsak bo'ladi. Vaqtinchalik qisqa tursak, agar yetarli bo'lmasa, yana uzun suzayversak bo'laveradi. Bay qarindoshlar, kechirsizlar, men ma'lumot telefon kirib qolg'achqa men o'zimning mikrofonimni o'chirib o'tib, andan keyin o qarindishimiz bilan qisqa so'zlashib olgandan keyin telefonni ulag'andim, orliqda ulab qo'ygandan keyin telefonni mikrofonni ochishni unutib qolibdiman. Shunga hozir bu qarindishimizning nima deganligini qisqa deb o'tsam, o qarindishimiz edi, bu telefon qilgan qarindishimiz parlamentdagi birisiga, ham Solih taniydigan birisiga, o qarindishimiz deydiki, o tekshirishga biz qarshi emas deydi. Tekshirish lazım ama hozir mana qurultayga bir oy vaqtimiz qoldi. Shunga hozir bu asosli kuchni tekshirishga qaratmay, mana tayyorlikqa qaratsak degan fikrni berdi. O savol so'ramadi, shu fikrni bergandan keyin Solih inimiz uningga javob berdi. Shunga tövendiki inkaslarga qarab, mana mikrofonning ochilmay qolganligini bildim. Shunga boy telefon qilgan qarindishimizning so'zini men takrorlab berdim. Endi bu yerda bir masala bor, Solih. Bay degan qarindishimizninki so'zimi mencha xili asosi bor. Chunki har qanday bir cho'ng ish hozir bu hukumatning qurultiyi bu cho'ng ish bu. Chunki xalqimiz bu qurultaydan nihoyatda zo'r umidlarni kutib o'tadi. Endi har qanday beshimizni o'tgan ishlardan qaraganda bu bir oy vaqt qolganda qandaqdir adam tekshirish yana talash tortish qiladigan mezgil emas edi. Ya'ni hozir mehmonlarni chaqirish ishlariga tutish qilib, bag'aq avatib, qurultay ochiladigan zalni tayyorlab, yotoqni tayyorlab, tomoq va nurg'un qatnash, nurg'un ishlar bor. Ya'ni tekshirish ishlari mumkin bo'lsa, mushu ishi tamomlangan bo'lsa, hozir barliq kuchni mushu baradigan millat vakillarini kutib olish, ham shu qurultayni g'albilik etishga qartilgan bo'lsa, to'g'ri bo'ladi asli. Afsus hozir ham bir oy qolgan vaqtda yana ba'zi g'ayriy sadolarni anglab, bizmi masalan millat vakili emas, davlat hukumat ishidagi odam emas, sal ishimiz titildayotdi, ishimiz bir xil ochiq bo'lib qoldi rost gap qilsak. Şundan bu tekshirish sizmi tekshirish yapardınız Facebook'ta xalqning ra'yini sinadingiz 93% adam tekshirish kerak debdi. Demismi hukumat deganga express odamni kirgil bo'lmaydi. Ammo bu tekshirish ishi meningcha agar siz burundan biladigan odamlar bo'lsa, unga baho bera olasiz. Ammo ko'pinchisini balkim yangi to'nigan, hatto to'nimaydiganlar kirgan bo'lishi mumkin. Bularni tekshirib bilishingizga meningcha xili vaqt ketadi. Shaxsan bir odamni tushunish normal deydi, bir odamni tushunib do'stlashish uchun angas bir yil ketishi mumkin. Shunga hozir
Ammo avvalgi hukumatning gapi chiqib, xalq echib o'tilgandan keyin xalq zo'r umidlarni kutib o'tirgan fursatda bir oy qoldi. Asli bu tekshirishlar intensiv, jiddiy elib berilib, masalan, hozirgacha tugab bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi ekan. Endi oranglarda ba'zi gaplar chiqib, masalan, hozirmi ixtilof, shu ko'z qarash ixtilofi va ideya jihatdagi o'xshamasliklar tufayli ba'zi ixtiloflar borki oranglarda. Buni ko'rishni shaxsan men faqatla xohlamaydim. Hem nurg'un odam tövendeki ko'rayotgan qarindoshlarimiz shu faqatla xohlamaydi. Hozir biz masalan bag'oq kelib qolamiz deb o'tirgan mezgilimizda bunday gaplar chiqib qolsa, odam haqiqatan balki ma'yuslandiki. Buni menimcha Solih ukam sizmi yaxshi tushunasiz. Shunga boyaqi telefon urgan qarindoshimizning deganim shu, bu tekshirish cho'qim bo'lishi kerak. Ammo hozir endi asosli kuchni qaratadigan taraf bo'ladi. Chunki vaqt qisqarib qoldi. Bardağı adamlarni bekitib, ularga bag'oq avatadigan ishlarni o'zinglar burun degan ilgari. Chunki Amerikaga viza oldiganlar bor. Masalan, boshqa davlatlardan o jugrabda borolmaydi. Viza oldiganlar bor. Ularga viza olishga vaqt ketadi. Aeroplan biletini baldır elish kerak. Masalan, bir hafta qolganda olsa, paloni pulga oladi degandek ishlar bor. Nurg'un ishlar bor-da. Shunga hozir biz endi bu ishlar qachon bular o'z ichida muzokara qilib bir opirib qo'ydi. İnşallah mağadagallar tayyorligini qilayotgan bo'lishi kerak deb o'tgan chaqda bunda hozir ichinglardagi ba'zi bir ziddiyatlarning gapi chiqib qolsa ham haqiqatan adam qattiq ma'yuslandi ekan. Menimcha to'g'ri tushunasiz buni. Albatta. Men bu teshkirish to'g'riliq men 4-oydilam degandim men. Hukumat chiga vaqtidilam deb keldim. Hatta bu yangi nomzodlarni teshkirish uchun nim qilgandi, ammo biz şu hamma odamni teshkirida rost gapni qilsak, biz faqatlam andaylik shubhalik deb bir uchurkaga odamlar 3-4-5 odamlar teshkirib o'tadi. Bizda teshkirish istixbarat qobiliyatimiz bo'lmagandan keyin, idoramiz bo'lmagandan keyin teshkirib epirishimiz bek tas bo'lar ekan. Shuning bilan bizning qila oladiganimiz deb o'yladim men, buni necha qatim degandim, ammo nima uchun nurg'un sabablardan ya anglamay qoldi ba'zi qarindoshlarimiz, xuddi ba'zi qarindoshlarning ba'zi gaplarini men anlamagandek, chunki bu to'plarda kunda bir 300 dek mesajlar kelib ketadi. Biz shu WhatsApp'da jan qilamiz, ammo amaliyotda ish qilmaymiz. Hukumatningki amaliy ish qiladiganlar nait az absus. Bir yerda ishkili tarafini da'vatman, bir yerda bir taraf turish uchun da'vatman. Nurg'un odamlar ish qilmayotdi, talash tortishlar bo'layotdi. Ben shuning deganim teshkirishni biz epirishimizmi to'g'ri emas deb qaradim. Chunki xalq nima qilish kerak? Xalq bizning kim ekanligimizni taniydi, xalqning orasida bizni taniydiganlar bor. Hukumat o'zimiz tashkil etsak, o chaqda adolatsizlik bo'ladigan yerlarim bo'ladi. Ammo prinsipal jihatdan shubhalik insonlarni bo'libmi, masalan, ibn bir qarindishimiz oyoq bog'an, masalan, bu davlatimizning manfaatiga, hatto davomimizning manfaatiga qarshi chiqadigan bo'lganlik uchun ularni yiroq tutish kerak. Burun Xitoyning amaldorlari bilan aloqa boqib kelganlar bo'lsa, ularni yiroq tutish kerak. Ularni men xoin yoki nima demayman. Ammo nima sababdan bo'lsin, ular nima sababdan Xitoy bilan kurashganligini uqmaymiz, ammo kurashganlik uchun ularni yiroq tutish kerak degan nima bor. Chunki o'zimizni biz rasmiylik teshkirab inchik ma sababdan kurashib, deganga istixbarat organimiz bo'lmaganligi uchun eng yaxshi o'zimizni qo'g'dash uchun ularni yiroq tutish kerak. O'zini ichki irqiy millatchilik qilayotgan qarindoshlarimizni Uyg'ur hammamiz bu yerda hozir bu ichidik hammamiz Uyg'ur deb qaraymiz. Ammo prinsipal jihatdan qonunimizga xilop qiladi. Shuning uchun ularni yiroq tutish kerak. Chunki o'zimizning qonunimizga hurmat qilmasak, bo'libmi birinchi moddasiga hurmat qilmasak, biz qolgan moddalarga, xalqning biroyiga, manfaatiga qanday hurmat qilib?
Sizning gaplaringiz o'rinliq, ammo atrofdagi qarindoshlarning fikrini qabul qilishmi bir yaxshi xislat, axloq fazilat. Chunki ko'p da'vatimiz hamma ish ommaninki fikri bilan bo'lishi kerak. Ammo siz degan ikkinchi masalaga o'tishdan burun oxirgi savolimni so'rab olsam, savolmi demay, men endi oranglarda bo'lmag'achqa konkret nima ish bo'ldi bilmayman. Ammo bir narsani xalqimiz nomidan umid qilaman, shuni yetkazib qo'ymoqchi sizga. Ya'ni agar navbatda yana shunday bir ziddiyatlar bo'layotgan bo'lsa, buni hal qilishning eng asosli yo'li, eng to'g'ri yo'li yana ko'pchilikning fikriga tayinish. Yoki siz degandek ashloqliq Facebookda keng ko'lamdagi bir ra'y sinash olib berish va yoki o'shaga xalq saylab avatib bergan xalq vakillarining ichidagi ko'pchiligininki fikri bo'yicha ish qilish. Mushta qilganda hech kim qarshi chiqolmaydi, hech kim meniki to'g'ri deb turib olmaydi. Shunga hozir oralarda bunda ahvol bormi yo'q, men hech qatim so'rdim, ilgirki intervyularda so'rdim. Biz mush vaqtcha biz ko'rayotgan Uyg'urlarning orasidagi eng chong kasal mush tashkilotlarda va organlarda bo'lsin. Mening deganim bo'yicha bo'ladi, mening to'g'ri zodim shu sening xato deb turib olgandagilar ish buzildi-chu. Aralarda inshaalloh bunda insonlarning bo'lmasligini agar bo'lib qolsa, haqiqatan xalqning manfaati, vatanning manfaati deydigan bo'lsa, ishidan urg'ib chiqsa shu gap, shu gapidan voz kechishini umid qilamiz. Ya'ni agar mening deganim bo'yicha bo'lmaydi deydigan ideyadagilar bo'lib qolsa, aralarda inshaalloh yo'qdir. Vatanning manfaati uchun, xalqning manfaati uchun mushu johil ideyadan voz kechishini umid qilamiz. Men mushunchalik qilday. Endi keyingi masalaga o'tsak, bir qarindoshimiz telefon qilib qopti. Bu telefonni avtayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Atalga sog'liq tepalım yaxshimi, tezlikmi? Tezlik o'zingiz yaxshi tutingizmi, Alimjon? Naq maydondan so'raysiz, ekranga soat qanday ba'zan chiqib qolsiz-ku. Men hozir naq maydonda Solih Xudoyor bilan suhbat qilayotgan. Shunda amalda kiyimin biladi. Tamam. Kechirsiz, boshqa qimmatli programmaga ovoz qo'shilgan o'xshaydi deb telefonlatdim. Keyingi nuqtaga o'taylik, Solih. Mushu hozir endi xalqimizning beshini og'ritayotgan eng chong masala mushu bo'linib ketdi, ish ko'p ketdi, ish ko'p ketdi, 4 o'g'idek, 5 o'g'idek degan gaplar yomon ko'p. Bu vaqtdagi o'zingizning ko'z qarashini bir anglab qo'ysak. Davlat, hukumat 1, 2, 3 yoki 4 bo'lib ketgani yo'q. Albatta ba'zilar qonunli yo'l bilan vazifadan elinib ketganlar, yana biz hukumatniki aqch ko'ksitib bizni hukumatniki adimi deb tunishtiryotdi va xalqimizni qaymoqtiryotdi. Buningga biz bularga agashsak bo'lmaydi, qarindoshlar. Bularninki elinib ketgan sababi aqliq. Bular bizniki manfaatimizga, yolg'izdan davlatniki emas, umumiy Sharq Turkiston manfaatiga ziyon yetkazib qo'ydi. Bo'libmi hozirgi bir necha haftalardagi kelayotgan ziyoni burunqi ziyonlarga qaraganda nihoyat yuqori. Men bu yerda ismini atamaydim, ammo bu kishilar ma'lum. Shuning uchun men bu kishilarniki qilmishini o'zlari hammaga jakolab bo'lgandan keyin men buni ozroq qisqa tushuntirib qo'yaman. Birinchi nimada biz davlatning manfaatini har qanday menday deb kelyapman. Har qanday tashkilot bo'lsin, rahbar bo'lsin, mayli faoliyatchi bo'lsin, bo'libmi umumiy xalqqa vakillik qilaman va yoki shularning manfaatini qo'g'dayman degan kishi bo'lsa va tashkilot bo'lsa, xalqningki, davlatningki, millatning manfaatiga qarshi so'zlarda va harakatda bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Olmaslik kerak deb qarayman. Hamda men bu Anvar Yusufninki burunqi ishlarini deb so'rab o'tolmayman. Burunqi ishlarini so'rab жүрмейman. Ammo hozir qilayotgan xatoliklarini
qandaq bizning manfaatimizga ziyon ekanligini tushuntirib berdi. Birinchisi bu Anvar Yusuf bir necha haftaning oldida Turkiyada berib yig'in o'ziniki bir kabinet qurdim, uni qurdim, buni qurdim deb bir muncha rasmlarni nimani chiqaribdi. Bu kabinetning arasida ko'p qismlari yana Sharq Turkistonlik emas, ammo turk va yoki boshqa kishilar ekan. Buning arasida bu birisi Muhammed Nurullah Çetin deb birisini Mudofaa ministri deb jakalabdi. Mudofaa ministri deb. Anvar Yusuf Turani efendim. Bu adam Facebook saytisiga va nimalar qarasangiz Suriyada jihatchi va yoki boshqa kuchlarningki qo'mondoni biznasi ekan. O adam uning ostida bir muncha boshqa jihatchilarni Sharq Turkiston biznes armiyasining manchinchi qo'mondoni, anchinchi armiyasining manchinchi qo'mondoni deb ashunday narsani qilib yuribdi. Bu biz uchun bizning davosimiz uchun yolg'izdan surgun hukumat emas, davosimiz uchun nayt ziyonli ish. Chunki bu jihatchi kishilarniki bu Muhammed Nurullah Çetin'in aq ko'rinishini surishtirib bakdım. Burun Çiçellarniki nima elchi bo'lib Turkiyadagi elchi bo'lib vazifa qilgan odamken. Andan keyin Suriyada Çiçellar, Türkmen, andan keyin boshqa atalmış Sharq Turkistonchilar bilan jihad qilyapmiz. Bularniki tashviqot nimalarini olsangiz Amerika qarshi söz ve sözlerde bulaptı. Tashviqot jihadist ideologiyalar, nimalar fikrlar bulaptı. Bu bizning manfaatimizga to'g'ri kelmaydi. Chunki birinchisi bizga xalqimizga ma Sharq Turkistonninki ma Uyg'ur davosiga egi chiqayotgan, beshimizni kichikini silayotgan bir davlat bor. Buni hammamizga ma'lum, Amerika. Amerikani dushman degan bir teşkilat bilan va yoki nimani biz reis deb atsak va yoki ko'zga olsak va yoki atrofida kurshab qolsakmi bizning davosimizga ziyonli. To'g'rimi, xatomi? Ziyonli. Shuning uchun bu İsmail bu Anvar Yusuf efendimninki ikki yoki bir hukumat nimaligini qat'iyan e'tirof qilmaymiz. Hatto uniki da'vo qilayotgan bizning haqiqatan bizning manfaatimiz uchun da'vo qilayotganligini men shaxsan qilayotgan ishlar qarta ishonmayman. Agar kichikin siyosiy hukm bo'lsa, bizning beshimizni silayotgan bir davlatni dushman deb e'tirof dushman degan odamlarni yana akilamdi. Yo'q, akelmaydi. Kichikin kallasi bor odam buni qilmaydi. İkincisi, bularniki atalmış yangi bosh ministrmi, prezident Cumhur reisimi biznasi WhatsApp grupida xalqni armiya qurishga, jihad ya armiya qurib qo'yapmiz. Bu yerda 25 ming, yana bir yerda 10 ming askarimiz bor, 35 ming askarimiz bor. Ochiq-ko'kcha biz jihad qilishimiz kerak, urushishimiz kerak deb uni tashviq qilyapti. Bu biz uchun nayt ziyonli. Nima uchun? Chunki birinchisi bizniki hiçbir davlat bizni beslabag'izmi deb e'tirof qilmaydi. Hiçbir davlat bu zulmni bir irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgani yo'q. Ikkinchisi Xitoy mushu bahona qilib bular jihatchi, oq-ko'kchi deb necha million qarindoshlarimizni lagerlarda, kamplarda qo'yib millatimizning butun irqiy qirg'inchilik e'tirofidir. Bunu qilsak Xitoyninki dal o'yiniga moslashib qolgan bo'ladi. To'g'rimi, xatomi? Buni xalq bir o'ylab baxsin. Shuning uchun bu Anvar Yusuf efendimninki va uningki atrofidagi odamlarni bu hukumatga yaqin kelishiga va yoki hukumat bilan parang qilishiga va nimasigami, hatto da'vo qilishiga qarshi turaman shaxsan men. Chunki ya'ni sep bo'ldi. Hazır ular dava kelsa Guilt by IBM dedim. Guilt by Association aralashib qolganlik uchun bütün davani shu terrorchi deb qalpoqni kiygizib qo'ydi.
yalgızlam Xitay emas, G'arb dunyosimi ma'lumandaki man qarshi jihat e'lon qilayotganlarga men qanday yordam qilaman deb turdi. İkinci mesele kelsa, ikinci kişiga kelsak, İsmail Chingiz efendimniki. İsmail Chingiz onunki shu birinchi modda xilop qilganlik uchun uni birinchi modda, ya'ni shu vatanimizni Sharqi Turkiston demay Xitoyninki Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb nima qilib, lekin kechirim so'ragan desa, yo'q, kechirim so'ramayman deganlik uchun vazifadan ilinib ketdi. Undan keyin 4-oydan boshlab hozirgacha ba'zi hukumatning ishidagi ba'zi odamlarga shaxsiy hujum qildi. O shaxsiy hujumini bo'pti deb o'tirayli. Ammo undan muhimi bizningki da'vosimizga ko'ngil bilayotgan, bizning beshimizni silayotgan Amerikani va boshqa g'arb davlatlarini tillab dushman dedi. İç Facebook'da ne çıkıtın bunda nimelini oturup koydu. Bunun bilen o bizning davomizga yordam berayotganlarni, bizning beshimizni silayotganlarni tillab dushman desa, bu davoni yolg'izlam Turkiya qila oladi deb o'ttalsa, qaysi davlat bizga yordam beradi? Bu bizning manfaatimizga ziyonli. Shuning uchun uni qat'iy keldirmaslik kerak. Uning sirtidan, ya'ni Facebook, WhatsApp grupida xalqni bir necha qarindoshlarimiz to'plida evatib kiribdi. Xalqni Afg'onistonga berib jihad qilishiga chaqiriqlari bor ekan. Ya'ni shu Xitoyninki o'yiniga kelmamdi bu, manfaatiga kelmamdi, ashunda ishlik qilib yursak. To'g'rimi, xatomi? Shuning uchun bularni nima qilmaslik kerak? Bularni bizningki da'vo sepiga yaqin qiysak bo'lmaydi. Chunki ularga aralashib qolsak ham butunlay davosimiz vayron bo'ladi. Men bu da'voninki tuzuk menishi, pokiz menishi tarafdori. U taraf bu taraf emas. Uning qarshi buning qarshi emas. Ularning shaxsiyatiga qarshi emas men. Faqat da'vosimizga ziyon yetkazganlik uchun ham men ularningki tarafdori emas. O shaxsiyatini men uqmayman. Shaxsiyati yaxshi odammi, yomon odammi, uning bilan karim yo'q. Dadam bo'lsa-mi, dadammi ashunda xatolik qilsa, dadam bilan men aralashmayman. Agar millatimninki davosiga ziyon keladigan erkak so'z va yoki harakatlarda bo'lsa. Agar Turkiya bizniki yana deydiganim aziz qarindoshlar, bo'lib Turkiyadagi qarindoshlarimga. Turkiyani men yaxshi yoki yomon demayman. Ammo buni tushunishinglar kerak. Turkiya biz uchun yordam qilinmaydi. Rasmiy ilqi bunda biz armiya jihatdan qilib, armiya qurib turib yoki qilib turadigan yordam qilinmaydi Turkiya. Nima uchun? Chunki uningki manfaati, u Turkiyaniki manfaat uning taqishidi. Turkiyaning o'ziniki Kurd masalasi bor. Bizga yordam qilsa, Xitoylik Kurdlarga yordam qilganligini biladi. Shuning uchun yordam qilmaydi. Iqtisodiy ahvoli nachar. Shuning uchun Xitoyning mablag'ini olish uchun bizning harakatlarimizni to'sash uchun harakat qiladi va yoki to'smasmi qo'llamaydi. Buni bilishimiz kerak. Agar Turkiya biz uchun yordam qiladigan bo'lsa, qiladigan niyati bo'lgan bo'lsa, 70 yil bo'ldi bizning davosimiz Turkiyaning ichida. 70 yilning yozi Turkiyada bir oddiy qonunni chiqarib boqmadi. Sharq Turkiston to'g'riliq. Bir oddiy bir ifodim bildirib boqmadi. Biz zulm qarshi turamiz degan nimasini parlament tarafidan ifodim bildirib boqmadi. Agar Turkiya rasmiy yordam qilish niyati bo'lgan bo'lsa, Turkiya Sharq Turkistonni ishg'oliyat ostidagi bir zamin deb qarab qildi. Sharq Turkistonni zulmni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Agar Turkiyaning Suriyada bo'layotgan uyalida qarindoshlarimizni aldab ketgan qarindoshlarimizni qirilib ketishiga sababchi bo'lmaydi, ularga ko'z yumib qo'ymaydi Turkiya. Agar yordam qilgis bo'lsa, agar bizga haqiqatan armiya bunda qilmaydigan bo'lsa, bizni Suriyaga evatib, Afg'onistonga evatib yoki boshqa yerga evatib qilmaydi. Turkiyaning ichi tarbiyalaydi. Agar bizga yordam qilgan bo'lsa, eng kam deganda
qiyğızlığa, mesela Türkiye'de bir 10 neçe min qiyğızlını Türkiye'nin şarkı raylarında sakçı kılıp işletyaptı, aşında kılıp işletäleýdi. Ballarımızny, yaşlarımızny askeri mekteplerde, siyasette, bu bilimlerde okutup kelgüsimizdeki döwletimizge teýýarlyk kılaýdy. Ama bunu kılmawatydy. Şonuň üçin biz ma uyallarga aldanyp ketmeýli. Türkiye bizge ýardam beremikin, armiýa kurup Xitay bilen jaň kılıp gitämizmikin dep o ham hyallarny kılmaýly qarandaşlar. Hazır o baskyçka biz ýakyn kilenmeýmiz. Hazır bizning kılaýdygynymyz garip dünýäni we bütün dünýäni Şarkı Türkistan'daki bulayotgan zulümni irqi qırgınçılık dep itiraf kıldırış için hareket kılışımız gerek. Döwletimizni besilwagan döwlet dep itiraf kıldırışımız gerek. Yaşlarımızny, balalarımızny şu kireklik, muhim penlerde işini talep kılışımız gerek. Kılaýdygymyz şu. Biz kelgüsümizge teýýarlyk kılışımız gerek. Çünki addi askerni çıkırış yaman uzun kesse 3 ayda addi askerini çıkıra alaýmaz. Amma resmi siyasun, resmi iqtisatny biledigan, resmi diplomatny, döwlet bexatarlykny, istihbaratçyny, komandanny ýetişdiriş üçin neçe ýyllar ketdi qarandaşlar. Bizning eger hakykatdan vatandaşlarymyzga köp hoşmaz desek, biz ham hyalkylyk Xitaynyň Xitay bilen karşı ana atyman, mana atyman dep ýürmeýli. Çünkü o vaqt kelgen çağda o iş buludu. Eğer buluş gerek mecburluk kalsa o buluduğu iş. Eğer bir ülkenin halkara bunu mecbur kılınıp kalsa o buluduğu iş. Ama biz onun mumuyum üzümüzdeki devletimizni güçlendiriş için tirişimiz Şarkı Türkistan sürgün hükümetini ve kelgüsü devletimizge adam yetiştirişimiz gerek. Ben bunu ne çıkarttım dep ketdim. Bilim en muhim biz üçün. Hazırkı uruşla qarandaşlar, burunqydek tanklar bilen, kurallar bilen uruş bolmaýardy. 21-nji asyrynyň uruşy unda uruş emas. 21-nji asyrynyň uruşy informasiýa bilen kılınýar. Uçur bilen, media bilen, bilim bilen kılınýan uruş qarandaşlar. Şonuň üçin biz wagtymizni sadımızı şununla atışımız gerek. Kelgüsümüzdeki evlatlarımızı yetiştiriş için. Kelgüsümüzdeki devletlerinin, devlet armiyasımızınki kendi devletimiz kurulgan çağda şu armiyanın kumandalarını, şu devletindeki elçilerini, diplomatlarını yetiştirişimiz gerek. Buldu. Arlıqda bir qayrınçımız telefon qıptike, muhim bir gep batı dep alamay kaldım siz sözläp atqaşqa. Bir anlap aqyla bir qayrınçımız nim deydi? Alo, salam aleykum. Wa aleykum assalam. Jasarat qanday bolýaňyz? Kam ýaxşymy? Yaxşı, siz programmaga qatnaşyş üçin telefon qıldyňyzmy ýa-ki? Sizden məsləhət sorğuny. Ya hazır programma qılatdan toq, eğer programmaga awaz qoşulgan gepiniz bolsa desiňiz boldy. Eğer başga şahsy Program qotsyz? Salih bilen. Andaqda qaram Jasarat. Bu iş siz bir mawu ahbarat urny bilen şugullanýan bir hadim. Eğer maşa hükümetinin içindeki hakiki nesler hemsi oturga çıksa demokratik usulda saylam ipirvatkan muşundak vaxtıda demokratik yolu tosqunca boğatkan nimelerinin nimeligini oturga toğru açıkman desiniz 3 reislikке namzat boğan 3 adamni ten açıksanız yaxşı buladı. Eğer Salih'nil desiniz o mu bir namzat hazır? Yani işki namzatçı. Biz o tutturum. Biz o namzatlarniki göz qaraşlaryny eliş üçin bir program qamadyk. Hazırkı ahval toğrusida Salih inimiz bilen köpçülikke bir düşençe beriş, uçur beriş üçin qıldyk. Siz degen pikirni qayta oylasak bolady. Bulamda? O
hozirgi bo'lgan ahvolni yolg'iz bir Salih o'zininki tushunchasi bo'yicha berdi. Ya o beri ben ötkende başkalarınınkini mi ağam? Mesela Elyar'ınkini aldım, Ablahat Nura Qaracım'ınkini aldım, ayrım ayrım ağıtıma. Eğer siz degandek üçsünü çıkarış doğru gelse ben onun getirişime bulamdı. Hazır mı program kıvatkan toqapamıyorsanız fikriniz olsa, ayrım deyilenen gap olsa ayrım değilsek. Ben sen Türk telefon kalay sizge. Qanchalik vaqt bo'ldi boshlig'ini? 1 saat oldu. Ben keyin telefon kalay sizge misle. Menimcha bu adil bo'lmabdi, taraf tutqanlik bo'lib qoldi. Chunki biz bu tarafni ko'rdik miyada. Bu shu tarafninki ig'ir besib ketganligidan kelib chiqqan. Ben birisininki tarafini yan besip birim quvvatqanim yok. Bu ayrım ayrım söhbət qilishim daim bo'p turadigan ish. Men ayrım tushuntirib qo'yay sizga, bo'lamdi? Xayr, masal turib telefon qilay sizga. Men tag'in o xatizibga azroq muhim gap bor deydigan desam, programmaga ovoz qo'shaman degan debdi. Men ayrım shaxsiy fikriga kechirishlar qarindoshlar. Salih Furkan baya nemin deb o'tdingiz mi? O hozir o'zini hukumat avvallarniki ba'zi g'ayriy ahvollarni deb o'tdingiz deymisizmi? Haqiqatan bu yaqinma yog'i shu chiqayotgan g'ayriy ahvollar hammamiz cho'ng biladigan, hurmatlaydigan shu surgundagi hukumat degan nomga ajoyib sat haqoratlarni keltiryotdi. Bu haqorat amaliyotda bu hukumat degan nomga emas, butun milliy da'voga bo'lgan cho'ng haqorat bo'lyotdi. Masalan, shaxsan men bir misol keltiray, shu 2 kun oyog'i Facebookda bir bilan ko'rib o'g'am qaynab qoldi meniki. Bu to'g'risida men bir ishki narsa ko'rsatay. Bu yaqinda qayta tuyuqsizlik birimidan chiqqandek paydo bo'lib qolgan nima deydi o'zini boshbaqanda, yo'q, boshbaqan emas, Cumhur raisi o'xshaydi hozir. Hukumatni qayta tiklab bir boshbaqon, siz degandek qurolliq qismlarning bosh qo'mondoni degandek bir bilan saylab hozir Turkiyada keng ko'lamli faoliyat olib beryapti. Kimdan ruxsat oldi, hech kim bilmaydi. Xalqning ruxsati bormi, yo'q. Kimdan ruxsat oldi? Bu bir siyosiy o'yinmi? Nima tuyuqsiz bu ishlar kuchayib ketdi? Kimning qo'li bor bu ishdan keyinida? Bununla alayda ehtiyot qilmasak bo'lmaydi, ham sezgur bo'lmasak bo'lmaydi. Ammo bu shu saylab olgan bizning boshbaqonimizni bir ko'paqili kim u? Ben bir resmini chiqaray. Bizning boshbaqonimizga ma'vo. Yana bir resim ko'rsatsa, ma'vo ancha tutug'ini bizning boshbaqonimizga Sharq Turkistonniki boshbaqoniga, ya'ni Sharq Turkiston boshbaqoni Abduvali Bug'roxon palani pilani hozir Turkiyadagi u partiya, bu partiyaning vakillari bilan Sharq Turkiston surgunlik hukumatining boshbaqoni nomida faoliyat olib beryapti. Deb kuchab faoliyat olib beryapti. Buningga xalqimizning inkosi qandaqki deganda, bu xalqimizning inkosi mandaqki. Endi haqorat bo'la bu kadar bo'lmas. Bu haramzoda 2 qatim o'lib, 2 qatim tirilgan bir yanchuqchi. Mandaqcha desam. Bir qo'yimchi haramzoda. Endi bu da'voning egisi yo'qdek, bu surgunlik hukumatning egisi yo'qdek, bu kadar odamni haqorat qilsa, bu surgunlik hukumat degan nomga bu kadar haqorat qilinsa, bu chidab turg'ili bo'ladigan ish emas, bu yo'l qo'yg'ili bo'ladigan ish emas. Turkiyada bu haramzodaning qilgan ishlari xalqimizning qattiq g'azabini qo'zg'agan. Onun jinoyati ochiq oshkorida, o'ttirdi. Hammalar biladi. Kimning pulini qo'yib, qanday yo'qolib ketganligi, necha qatim o'lib tirilganligimi hammamizga ayon. Bugun nomus qilmay bizning boshbaqonimiz nomida faoliyat olib beryapti, qarindoshlarim. Turkiyada erkak bormi? Bu haramzodni bir bulunga qistab, enkidan tamg'i ishkin ustirib, bishini bir yeri o'tib, ularni qisib yo'qotadigan erkak bormi yo'q Turkiyada? Ya'ni
Sal o'zimni besib olmay qoldim, fikrim kechirsiz, ammo haqiqatan bu hozirgi haqoratlar adam ko'tara olmaydigan darajada bo'lyotdi. Ya'ni u 2 ga bo'lindi, 3 ga bo'lindi desin, yo'q mayli bir bulunglarda ancha-muncha dutachilib, sazchilib birish qilyapti, mana endi bu boshbaqonini, qurol qismlarning qo'mondonini nima qilib, o'mak bo'lib, Turkiyada u partiya, bu partiyalarning oldiga berib, biz mana surgundagi hukumat, ma'o boshbaqon, ma'o palani deb faoliyat olib beryapti. Bu sosyal medialarda tarqalyapti. Hatto televizorlardan chiqqan gap bormi? Aytavur, bu pek xatarlik bir ahvol, pek ziyon olib kelyapti bizga. Bu surgundagi hukumat degan nomni po'q qilyapti bular. Biz Bunda boshqalarniki bunda bularning aqshdagi 100% ma kuch yoki ma kuch demaymiz, ammo menimki biladiganim, hammadamga ma'lumki, bularning aqshda bir kuch bo'lmasa, bo'libmi Turkiya, Suriyadagi, Ubiyadagi nimaniki qo'llayotgan qaraganda hammasi Turkdek turdi. Qaraganda Türk hükümetiniki bir qismi buningki aqshda bu uyanni o'ynayotgan o'xshaydi. Hamda bu uyan biz uchun foydaliqmi, foydaliq emasmi degan tarafini qarab boqishimiz kerak. Shuni ham o'ylab boqaylik, eng oddiysi. Bu biz uchun foydaliqmi, foydaliq emasmi? Agar Turkiya haqiqatan bayam dedim, haqiqatan yordam qilg'isi bo'lsa, bunda ish qilishdan burun birinchi qilgan ishi zulmni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildirishi. Ikkinchisi qilgan ishi Sharq Turkistonni ishg'oliyat ostida degan bir davlat ekanligini e'tirof qilishi. Undan keyin o'zimizning odamlardan chiqarish kerak. U Turknakifga bu mening qo'mondonim, sizlarning qo'mondoningiz deb u yerda jihad qilib, Suriyada jihad qilib, Amerikaga boshqalarga qarshi hujum qilgan odamlarni, so'zda harakatli bo'lgan odamlarni ma Sharq Turkiston surgun hukumatniki nimasi desa, bizning da'vosimizga ziyon aklamdi, akkamamdi, albatta keladi. Yolg'izlam surgun hukumat emas, butun da'voga ziyon keladi. Xitoy qara mana demidimmi, bu terror tashkiloti mana bu surgun hukumat degan narsa. Mana biz shu Sharq Turkiston terrorchilarga qarshi harakat qilyapmiz. Mana shuning uchun biz mayada necha million insonni qaytadan tarbiyalayapmiz deb shu nimani Xitoy necha yilning yozi sarayotdi. Va biz buni qo'llab qo'ysaqlam, kichikini bir saranlik qilib qo'ysinlar bular. Bizning da'vosimiz tamoman nol bo'ladi. Undan keyin rasmiy millionlab odamni qirishga boshlaydi. Endi shunglashqimi fikrim hozir ma'o endi nurg'un odamning nazarida bu o'tganda mu dedim. Bir daraxtning shoxlarini putibsa, o shoxlarni o'zini daraxtlab chiqsa haqqonga tushadi. O daraxt turibdi. Asosli g'ol shu sizlar yig'in ochib, shu xalqning ovozi bilan saylaymiz deyotgan hukumat buni mutlaq 90%, 95% odam e'tirof qiladi. Ham shunglashqa bir oy qoldi. Shu bir oy qolgacha, bir oy vaqtda endi boy degandek zidipaslarniki mushundaq set rezil o'yinlarni o'ynab, shu Sharq Turkiston surgunlik hukumati degan sharaflik nomga dog' tekkizishi, haqorat qilishi, bu menimcha agar shu Uyg'urning orasida vijdoni bor erkaklar bo'lsa, qo'zg'alib, ya onda undalarmi ketmayli, e'tirof qilmasaqlam bo'ladi. E'tirof qilmasaqlar emas, hozir mana o'z oldiga biz hech nima demagachga, to'smag'achqa partiyalar bilan ko'rishib, televizorlarga chiqib, yomon set ta'sir beryapti hozir. Buni xalqimiz to'sish kerak. Xalq ash partiyalar xetish kerak. Xalq ash nimalarga buni biz e'tirof qilmaymiz deyish kerak. Xalq ularniki bu nim qilgan narsalarni hambarli misallam bular o'zi ichidan yo'qiladi. Ammo biz ular kichikini bir nim qilib qo'ysak, bo'p so'zlashaylik desak, uni cho'ngitib qo'ygan bo'lamiz va ularga so'zlashimiz desakmi, ular bilan yaqin bir joyda o'tirib qolsakmi, bayam degandek guilt by association shu bir joyda o'tirib qolgan, hamkorlashib qolganligim, suhbat qilganligimi, uning umma o'xshash deydigan bir nima bor. Bo'libmi ma'lumki
hozirgi vaziyatda bu zo'ravonlik, uning qarshi, terrorizm qarshi, buning qarshi degan vaziyatlarda ashunda ish paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun davlatlarmi bizga yordam qilishi yiroq turdi. Agar biz ashlar bilan aralashib qolsak, aling bilan o'tirib ketgan bir yerda ato'gin Xitoy chiqib avati desak, aning andaligini bilamiz. Mashunda bo'lib qolsa, u unda emas degan taqdirda ashad bir yerda o'tirib ketgan bu deb biz bilan nim qilg'is kelmaydi. Endi hozirgi ahvolda endi o'tirliqda shuni patparaqchilik qilib yurgandan keyin bo'lar. Anlasam ba'zilar kelishtirimizda bir harakat qilayotganmi o'xshaydi, uning uzun vaqt ketimish. Ammo hozir vaqtni belgilab bo'ldinglarmi deymi, qurultayning vaqtini uni o'zgartirish ehtimoli bormi yo? Yo'q, qat'iy o'zgartirib bo'lmaydi. Hamma narsani asosan o'rinlashtirib bo'ldik. Bu yerda o nadilikini bu yerni o'zgartirishga bo'lmaydi. Bularni kelishtirma deb nima qilayotgan, urinayotgan ba'zi hurmatlik olimlarimiz bor ekan. O olimlarimizga deydigan savolim, boshda sizlar milliy manfaatimizga bularniki so'z harakatlarini o'tirib qo'yib qo'yinglar. Buning so'z harakatlari surgun hukumat qilgan emas. Milliy manfaatimizga to'g'ri kelamdi, kelmamdi. Agar to'g'ri kelmasa, ular bilan bir yerda o'tirib, ular bilan so'z qilishmi xato. Men burun bir yil burun bo'lgan bo'lsa, masalan, bir necha haftalarning ichida qilmagan xatolikni qilmagan bo'lsa, balki bir yil burun bo'lgan bo'lsa, bo'pti, ular bilan so'zlashib nim qilsak bo'ladi. Lekin bular hozir xatolikni qilib bo'ldi. Buning orqasiga menish bo'lmaydi. Bu xatolikni qaytadan tuzayman deyolmaydi bular. O'zini aqlayman desimi tuzalmaydi. Chunki ba'zi ya'niki nazarda bular xato odamlar. Endi ularmi oq ko'ngli bilan bir ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mushu bo'linib ketdi degan gaplarga xotima berish uchun ularmi aldirash odamlar. O maxsus vaqt ajratish kerak, zehn ajratish kerak bu ishga. Ularmi yaxshi ko'ngli bilan qilsin. Ularmi degani mening bilishimda uch taraf bilan ayrim so'zlashib, avval biriga akamay turib, ularning har birisiga, har tarafniki fikrlarini olgandan keyin buning bu solution, ya'ni bir hal qilish usulini tepib chiqib, shu usul bo'yicha bir hal qilsak, ya'ni shu ishga bo'lin degan gapni yo'qotsak, deb tirishib tutdi. Ularmi yaxshi ko'ngli albatta. Ammo yana desam, asosli omil sizlarda bo'lyapti hozir. Chunki g'ol sizlar, asos sizlar bo'lgandan keyin, agar mushu g'oldan, mushu asosdanmi yana shu birlikni ko'ramisak, yana g'ayriy sadolarni anglasak, o chog'da bu ishga nima deymiz, asosliq sababchi bo'lgan jinoyatchilar sizlar bo'lib qolsizlar. Chunki xalqimiz sizlarni taniydi, sizlardan umid kutadi. U g'ayriy ovozda u cho'ng ta'sir qilolmaydi. Ammo bu g'ol degan asosdan g'ayriy ovoz chiqib, yana qanday bo'linib ketdi, pölinib ketdi degan gaplar chiqsa, xalqimiz sizlarni kechirolmaydi, ukamman, aniq deb qo'yay. Chunki mayli sizlarga boshlayotgan bizning olimlarimiz bo'lsin, siyosatchilarimiz bo'lsin, bilim odamlarimiz bo'lsin, hozir butun dunyo bizga qarayotgan mezgilda, ya'ni biz Uyg'urniki yo'liniki mustaqillikdan boshqa bir chiqish yo'li emasligini dunyo tunib yetib, biz Uyg'urdan haqiqiy bir sadoni anglaymiz deb ko'zini shu surgundagi hukumatga tikayotgan mezgilda, agar g'ol degan asos bo'lgan sizlardan g'ayriy sado chiqib, yana bo'lindi, andaqilda etiti degan bo'lsa, sizlar jinoyatga urib qolsizlar. Bu aniq deyishim kerak. Agar mushkilni xalqimizni umidsizlantirib qo'ysanlar, xalq sizlarni kechirmaydi. Aniq deyishim kerak buni. Albatta, ya bizning aramizda unda hamda bileli ishga urinayotganlar bor. Topni boshqa yerga chiqib yuradigan topni qurib olganlar bor, ammo qonun bo'yicha biz bormiz. Men shaxsan qonun bo'yicha men boshqalarninkini uqmayman. Men doim shu qonunni o'tirib qo'yapman. Milliy manfaatimizni o'tirib qo'yapman. Hamda mening siyosiyni o'qiganligim uchun men bu shuni tushuntirib boryapman.
Işkili tarapdan da meyle yanılarda bolsun, meyle konularda bolsun, işkili tarapdanki ötkiziyotgan hatalıqı bar. Men bunu dedim, işkili tarap bunu aldırap şöyle bir nim qıp ketmеңlar, demelеңlar dedim. Çünkü bu biz topta hiç narsa qılmaymız. Vatandaşdan başqa hiç narsa bolmaýatydy. Rast gapni qilishimiz kerak. Bir yerde. Biz vatandaşdan başqa hiç narsa qilganymız yok. Agar haqiqiy xizmat qilaman degan adam u yerda vatildab o'tirmay, amaliy bir oddiy bo'lsinmi, bir amaliy harakatdan birini qiladi. To'g'rimi, xatami? Vaqtliq bo'lsinmi, ma hukumatni meniki 4-oyda tushirishim bu ma sharoit zarur topqanlik uchun men hukumatga chiydim. Bo'lmasa men bu qalaymiqanchilikqa o'zimni o'tirib qo'yvag'im yo'qdi. Lekin manga kelgan maslahatda u yerdan ma hukumatni kuchlantirish uchun, hukumatni rasmiy tiklash uchun ve pakizlash uchun zarur ekanligini bir nechalar degan edi. Shuning uchun men shu ma'qul deb chiydim. Shu vaqt bu tashkilashning masalasini shu vaqt birinchi qitim shu yerda qo'ygandim. Yangilanlarni tashkildoq, anandaki hammadamni tashkilashning iqtiboli bo'lmadi. Buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Anandaki nurg'un ziddiyatlar bo'ldi. Ben dedim bu biz mayada bölgençilik qilmayli, milletning manfaatini o'ylayli. Xalqimiz qirilyapti, butun dunyo bizni qarayapti. Biz buni tushunmayapmiz. Bizning xalqimiz bo'libmi hukumatning ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, buni tushunmayapti. Ammo dushmanlarimiz tushunib bo'ldi buni. Dushmanlarimiz tushunib bo'lib bu ishni buzaman deb qo'lidan kelayotgan ishni qilyapti. Ama özümüz bunu tushunmayapmiz. Agar biz xalqimiz kichik ama Hong Konglik oldek, vatanning ichidagi demayapman, sirtdagilar kichikdek va Hong Konglik ish qila olgan bo'lsak, izchillik bir harakat qila olgan bo'lsak, nurg'un yaxshi o'zgarishlar bo'ladi. Hozirmi yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti xalqning harakati bilan. Ammo ko'proq harakat qilgan bo'lsak, nurg'un yaxshi o'zgarishlar bo'lar edi. Hamda buningda hammamizning xatoligi bor. Shaxsan meningki xatoligim bor, mening xatoligim yo'q demayman. Ba'zi aldirab qoldigan yerlarim bor, ba'zida qo'yilib ketadigan yerlarim bor, ba'zida tushuntirib oldigan yerlarim bor. Ammo men tushuntiradigan asosim shu davlatning nimasida. Men davlatning qonunini tushuntirman. Manfaat tushuntirman. Mayli qat'iy nazar tuqqanim bo'lamdi, anam bo'lamdi, dadam bo'lamdi, uni qaramayman. Chunki bizningki davlatchilik iddiasida, milliy manfaat iddiasida milliy manfaat hamma narsadan ustun. Ailedanmi, dadadanmi, anadanmi, baladanmi ustun narsa. Shuning uchun dadamni xo'sh qilaman deb yoki do'stimni xo'sh qilaman deb davlatning manfaatiga, millatning manfaatiga jansib qiladigan ishlarni qilolmayman va hammamiz buni qilmasligimiz kerak. Bo'lmasa nurg'un tuqqanlarimni chirib ketdi. 100 dan ortiq tuqqanim kamplarda. Hatto ma'lum bir ismini atamayman, ma'lum bir o'zining kimligini biladi. Xitoyninki JAS deyman. Kelib beni seteleş için tirişti. Sen bizimki buraya rahbarlarımızın çıklarını setip aldı. Sizin kaç puluk setip alamız dep çak-çakçağını bolsoda. Çak-çak emas ekanligini bilgendim men. Oşunda vaziyetlim boldu. Biz tushuntura olsak o'z qarindoshlar, hamma ish bir kundan bo'lmaydi. Ammo xalq birlikte hareket qila olsak, izchil davom yo'limizdan voz kechmay manga olsak, cho'qim biz g'alaba qilamiz. Masalan, o'tgan yil 2018da 107 ming imzoni natija chiqmadi deb o'tadinglar. Nurg'un qarindoshlarniki natija chiqmadi deb o'tadi. 10. ayda sungan to'qini, 10. ayda sunildi. Biz bu sözleştik mani cevap vermem sizler deb. Ama bir neç aydan keyin
taleplerimizden birisi, aşının işçilik taleplerinden birisi bir şirket batı. Xitayga DNA teşkiriş nimsini nim kılavatkan, satkan. Şu şirketninki setiş nimsini toqtib etdi. Bunu öt vaqtda degendim ama o çağda nurgun havalar bulab xalq bunu nim qilmadi. Onundaki başka taleplerimiz bolga idi. Asta-asta nim buluvatdı. Ama biz izchil hareket qila olgan bolsak, bizniki Uyghur kanunu çıkıp buldu hazır kadar. Hazır kadar çıkıp buldu. Biz üzümüz ağız tuturamadık. Ama bir teşkilat kıllam yoki bir nima kıllam atıp koysak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Hammamizningki vazifasi bor. Qo'rqsak bo'lmaydi. Hammamiz qo'rqinning ichida yashayapmiz. Buni bilaman. Ama şu korku bizning o'limimizga sabab bo'layotdi aziz qarindoshlar. Buni tushunishinglar kerak. Xitoyninki maqsadi bizni tamamen yok qilish. Bizniki ko'milganlarimizni yok qilib borsa, burun 100 yil burun ko'milgan mazarlarni yiqitib, uni ko'ydirib yok qilib borsa, sizni tirik qoldiramdi aziz qarindishim. Bugun tunmas at sizni yo'qitaman deb tirishyapti bu dushman. Dushmanimizni biz tunishimiz kerak. Biz texicha dushmanni tunab bo'lmadik. Tunuyamadık. Düşman bizni düşman ekanligini en iç usulda tunutib bo'ldi. Bizni tamamen yok qilish uchun xaritasini sizib bo'ldi. Boshlab bo'ldi harakatni. Ammo biz yana ulardan insof kutayotganlarimiz bor. Umidsizinib ketayotganlarimiz bor. Va ulardan yana qo'rqib, agar men gap qilsam, ani tuqqanimni andoq qilayotamikin, mandoq qilayotamikin. Endi bu hozirgacha Afgan bu qo'rqilganlarning ichida bir qismi majburiy chiqadigan holat keldi. Endi biz to'la da'vat qilibmi, endi ko'ydi, jiqadam ko'ydi, qo'rqsimi, o'tiryotdi, qo'rqimsimi, o'tiryotdi. Shunga ba'zi hayotida bayroq tutib boqmagan, namoyish chiqmoqmagan odamlarmi nima qilsam o'tirdigan baribir tutib ketibdigan hech nima qilmagan tuqqanimda deb chiqayotganlar bor. Uyg'unib bir yerga bordi, endi yana o'g'ilmaganlarni pattangaga urib o'g'atmasa o'g'almaydigan o'xshaydi. Endi bu gaplarni doim deydigan gaplar yana bir, chunki hozircha Uyg'urning 10% uyg'ongani yo'q. Agar 10% odam uyg'ongan bo'lsa, boshqa yana demayli, sizlarning o'sha Washington DC atrofini desaklar, 10% odam uyg'ongan bo'lsa, har namoyishga 300 odam chiqadi kam deganda. Yani muşa ahvalmi yok. Bu hizmet bir ömürlük hizmet o'xshaydi Uyg'urni o'qitilgan agar hayotli bo'lsak, mavjudli bo'lsak. Endi bugungi asosiy tema Afgan shu 11-yilgi qurultayning gapi bo'lg'achqa, baya asosan bir analiz qildik, hozirgi ahvolinglar va atrofdagi ma'voylikqa bo'lgunchilik qilayotganlar bilan ahvolini bir dedik. Bu gapni xulaslasak, oxirgi umid yana sizlarda qoldi. Endi biz shaxsan men va atrofimdagi do'stlarimiz aranglarda yana g'ayriy sadolarni anglashni xohlamaymiz. Bu sadolar hozir mavjud ekan, buni hal qilishning yo'li, voy sizmi dedingiz, menda xatolik bor dedingiz. Erkak, o'g'il bola. Mushunda bo'lish kerak. Ya'ni bu mukammal birimiz yo'q. Aramizda hech kim mukammal emas. Belli bizning siyosiy liderlarimiz olsun, peshqadamlarimiz olsun veya ki yosh talantli adam bolalarimiz olsun, mukammal adam yo'q. Neymiş onda azıcık adam bireye kildi deganda hamma adamning ortiqchiligini bireye ekelganda adamdaki mukammal bir narsa chiqdi. Mukammal bo'lmasa bu 90% 95% bo'ldi. O millet vekillerinin saylashga maqsadmi shu? Bu surgunlik hukumatni xalq ichib etishga maqsadmi shu? Surgunlik hukumat deydiganmiz, hammamiz e'tirof qiladigan hukumat deydiganmiz, buning ommaviy asosi bo'lishi kerak. Buning uchun hozir shu aralardagi g'ijg'ijang inshaalloh ulg'aymasda mening tavsiyam ve atrofimdagi men bolalar bilan so'zlashsam ko'pchilikning tavsiyasi, ko'pincha hukumat sirtidagilar bularning tavsiyasi shu hozir shu biz g'ol asoslayotgan shu sizlar aralardagi g'ijg'ijanglarni hammalar do'ppanlarni asli pastga qo'yib turib, menda bu qarindishim, mendan ketgan yer bo'lsa yuzimgida men kechirib o'tay, men o'zim to'g'ri xato qilgan yerimni o'ng'shay, sening xatolig'ingizni kechirib o'tay. Menda haqiqatan yuragimdan etsam, manfaat, mansab degan unda tama yo'q. Mening birdan bir arzuyum shu hukumatni kuchlantirish va davoni kuchlantirish. Ya'ni chunki butun dunyo mushta bir ses, mushta bir ovozni kutyapti bizdan.
muşta bir ovozni chiqaradigan bir markaz shakllansin deyotdi. Biz shunga sizlardan shu qadar cho'ng umid kutyapmiz. İnşallah 11. ayda bu ovoz, bu markaz shakllangusi deb. Masalan, mayli qanday tashkilot bo'lmasin, har qanday bir hukumatimiz bo'lishi kerak deydi. Mayli human rights deydiganlardan tortib, avtonomiya huquqlaydiganlargacha hammasi bir hukumatimiz bo'lishi kerak deydi. Buni hech kim inkor qilmaydi yani. Unda bo'lgan ekan, asos qo'l sizlar bo'lgan ekan, daraxtning qo'li sizlar bo'lgan ekan, oranglardagi shu g'iji-g'ijani inshaalloh agar biz qilaligidek ish bo'lsa, bizmi kelayli atrofinglarga chiroylicha hammanglar qarindoshqo, niyatinglar bir. Hammalarning og'zidan chiqqan gap mustaqillik, vatanning mustaqilligi, vatan, millat deyotgandan keyin birlasholmaydigan ish yo'q. Hal qilinmaydigan masala yo'q meningcha. Endi shaxsiy ishga taqamay bu ishni har bir qadamda to'xtab men o'zimni untay, xalqimni o'ylay, millatimni o'ylay, vatanimni o'ylay deb turib, o'tirib chiroyli paranglassanglar, cho'qim hal qilib keta olasizlar. Buning ishimiz. Albatta. Çünkü hazır bir ay vaqt qoldi. İnşallah bu g'iji-g'ijani yana anlig'imiz yo'q. Bu ish bechiqib ketibdi. Azroqlar bir uqishmaslik bo'libdi-ki, bu ish tugabdi. Hozir mana tayyorlikqa marhamat. Ya'ni u yoqqa maqadiganlar bag'aqlarni qo'liga olsin, tayyorlikni qilsin, vizasini olsin, aeroplan biletini olsin, boshqa tayyorlikni kiyimdan dazmasa tayyor bo'lsin. Ammo g'iji-g'ijani tugasin. Tekshirish tabiiyki tugamaydi. Sizlar ertuğun xizmatni boshlab, saylan qilib, hamma vakillarni saylab bo'lgandan keyin yana har xil g'ayriy odamlar chiqadigan odam bo'ldi, tushadigan odam bo'ldi. Bu normal ahvol. Har qanday hukumatda bo'ladigan ahvol. Buni necha yilgacha davom qilsak bo'ladi masalan shu tekshirish, tanlash ishlarini. Ammo hozir xalqimiz shu qadar zo'r umid bilan sizlarga qarab o'tirgan ekan, yana xalqni umidsizlantirsanglar, oxirgi hisobda agar bu ish Xudoyim saqlasin da yomon tarafga minib qolsa, siz g'ulomkam, Elyar, boshliq hammanglar xalqning dushmani bo'lib qolsizlar, gunohkor bo'lib qolsizlar. Shuning uchun meningki deganim, men bu yerda hech kimning tarafini tutmayman. Men doim deb kelganim, g'ulomkamligim dedim, damillamligim dedim, Elyargim dedim, hammasi dedim, men hech tarafninki adım emas, menim da ma tarafti ya atrafti deb o'ylamanglar. Meniki birlam tarafim bor, Sharq Turkistonning tarafi, mustaqillikning tarafi. Ammo biz o'zimizning qonunimizga hurmat qilishimiz kerak. Demokratiya bu deymiz, ammo qonunimizga hurmat qilmaymiz, raislarimizga hurmat qilmaymiz. Ondan keyin ba'zilarimiz ochiqcha hukumatga chirishdan burun plan tuzib, hukumatning hokimiyatini talashib olish tatip eleveliş için plan tüzüp qalğan nimeleri oturğa çıkıp qaldı. Ondan ki istifa berdi, onu istifa bergenden yani nim qilib bolsa, yana hukumatning ichiga achirib, yana yana bir jidal başlatdı. Şunun bilan başladı bu jidal. Chiqib adamni yana qaytadan achirib jidal boshlanib ketdi. Unda qilmasligimiz kerak. Çünkü bir yerda ularniki maqsadi rasmiy xizmat qiyg'isi bo'lgan bo'lsa, hukumatga, vatanga, millatga bir narsa bilan talashib ketmaydi yoki huquq talashib men rais bo'lmoqcha men ish xizmat qilmayman demaydi. Aslında adamlar bor aramizda. Endi hozir ufqam gapingizni bilib o'tay, bu har qancha talassun, bir nima qilsin, qurultayda xalq saylaydi. Kim saylasa, mayli talashadigan bo'lsin, talashmaydigan bo'lsin, xalq saylaganni e'tirof qilamiz-ku deyman. Yani bir mesele, onu şu xalq kimni saylaydi? Xalq şunu bulab qoladi ki bir yerda 60 necha parlament a'zolari. Bular şu bir turkum kishilar o'zini nim qilish uchun uning himmatchirimiz buniki planimi ana achirib, bali bilan birlashimiz deydi. Qaranglar, ular bilan birlashsak manfaatimiz qarshi turmaymiz, dag'i yetkazib qo'yamiz da'voga deb uni men ibiyamni tushundirdim sizlarga. Masalan, men o şahsen ularning shaxsiyatiga nim qilmayapman. O Ismoil Chingizniki va yoki Anvar Yusufning shaxsiyati bilan karim yo'q. Ammo ularniki so'z harakatlari bizniki manfaatimizga ziyonliq bo'layotdi. Shuning uchun uni qarash turyapman. Hech bir odamning shaxsiyati bilan karim yo'q. Men shaxsiy ularni akirishning hojati yo'q-ku, Salih. Ularni akirishning hojati yo'q-ku. Hozir ammo
ba'zilar buni achirmiz, bular bilan ish qilishimiz kerak deyotganlar bor. Burun chiqib ketganlarni yana qayta achiraman deyotganlar bor. Qonunga xilof qilganlarni yana qayta achiraman deb o'zini kuchlantirish uchun mayada o'yin o'ynayotganlar bor. Bularga o'z vaqtida xizmat qilib turing, mana vaqtinchalik, hammamiz hozir vaqtinchalik hukumat bo'lgandiki, rasmiy bir shaklda menib turayli deb nim qilsak, uning qattiq radiya berib o'tirib olganlar bor. Undan keyin 4-5 vazifa bir odamga atılıb qaladı ekan. Atılıb qaladı ekan. Ondan keyin 4-5 vazifa bir odam atılıb qolgandan keyin iloji yo'q, o vazifani qilishimiz kerak. Chunki boshqalarimiz biz qilmasak qarablam hukumat ala maqsan mana hukumat o'zan qiladi deb hukumat o'zini o'zi mang'izmaydi. Unda taqdirda ondan keyin o vazifa atılıb qolgandan keyin hokimiyatni vazifalarni mushul elib oldi deb tuhmat qilib o'zininki o vazifa sungan vaqtda uni red qilganligidan yana olib qolganlar bor. Bo'lmasa shaxsan ovozlar bor, men qo'yib beraman bo'lmasa. Bunday kishilarga men bunday kishilar bilan ish qilolmayman. Bu yerda bir-birimiz ishonch qilishimiz kerak, bir-birimiz bilan ish qila oladigan odamlar to'planishi kerak. Bu yerda bir-birimizning aqlimizdan pichoq sanjab o'tirib men rais bo'lgandan keyin xizmat qilaman, salom qil deb o'tirib tashlab qo'ysak, bu ish mangmaydi. Unda kishilardan millatga-mi, vatanga-mi xayr kelmaydi. Men dedim, rasmiy bir vatan so'ygingiz bo'lsa, rasmiy vatanparvarligingiz bo'lsa, ma 10 necha vazifa borken birini siz tanlang, o'zingiz qaysi mosga shuni qiling deb necha telefon qildim men hammasiga. Bular deydi, yo'q, men ashu birsi men bosh ministr bo'lgan chaqdiki, ondan keyin shu chaqda ani chiqirib o'tib, mani chiqirib o'tib, shu chaqda men boshlayman vazifani. Birisi deydi, men parlament reis bo'lgandan keyin ondan keyin xizmat qilishni boshlayman deydi. Hiçbir hükümet, dünyanın hiçbir tarafındaki hükümet, mayli Komünist Partiyasining hükümeti bo'lsin, mayli Amerikadagi hükümeti bo'lsin, demokratiyadagi bir hükümet bo'lsin, o qarab o'tmaydi. O saylamni saqlab, saylam saqlagicha biz hükümet mangmaydi. Biz shu saylamni saqlab, ondan keyin shu chaqda hükümetni mang'izimiz deydigan ish yo'q. O saylamdan burun qonun o'zgartiraman, uni anda chiqaritaman, mani anda qilitaman deydigan ishlim bo'lmaydi. Yeni hükümet, yeni a'zolar uni qilolmaydi. Burungi a'zolar uni qilmaydi, burungi parlament a'zolari. Chunki ularning rasmiy parlament a'zolari nimasi bor, dönemi vaqti 11-oygacha bor. Ammo yangicha kelganlar uni o'zgarish qilamiz, buni qilamiz, uni qilamiz deb ziddiyat selib va qonunni ojizlashtirman deb men vatqanlar bor. Ularni turishimiz kerak unda kishilarga. Chunki bular vatan millatga men shaxsan ularni xayrlik akil deb qaramayman. Oddiy bir vazifadan qassa keyin amaliyotda vazifa o'tagan chaqda shapillam u chaqda qassa qanday qilamiz? Biz bu yerda buni oddiy o'ylasak bo'lmaydi. Bizniki millatninki, xalqninki taqdirini belgilaydigan ish bu. Biz bu xalq dunyodagi bu qirin bu hukumatning ishchiliklarmi bu bizning hozirgi vaziyatimiz ne? Hukumatning nima uchun qaytadan chiqishini zarur ekanligini uqolmayotdi. Men hamma narsani 100% deyolmayman, ammo deganimcha deb bo'ldim men. Ammo buni tushungil unammayotdi, tushunganlar bor. Buni tushunib yetkizman da'vatqanlar bor, buni hukumatning ishchiliklar bor, ham hukumatning sirtiliklarmi bu o'yinni o'ynayotdi. Bularni bu o'yinni to'xtatish kerak. Bu yerda haqiqiy xizmat qilaman deydiganlar kelish kerak. Men bu konular bilan bo'lsin, nima bo'lsin, bizga bilimi bor odamlar kerak. Va ishni qila oladigan, amaliy ish qiladigan, bu o'tirib qo'ltiqdan men aniqlikdan bilan ish aqmaydi. İzchillik bilan, harakat bilan aqidi. Shuning uchun men sirtkilarga da'vatman, xalqqa sizlarmi harakat qilishinglar kerak. Bu yerga sizlar bu hukumatga xizmat qilish uchun parlament a'zosi bo'lishinglar shart emas. Buni bilishinglar kerak. Masalan, bu yerda nurg'un yoshlarimiz bor. Dunyoning har qaysi joylarida u kasbni, bu kasbni o'qigan, ishni tuzukroq bila oladigan va ishni mang'iza oladigan. Ammo ular sukutda o'tirib bordi. Nurg'un olimlarimiz bor, ishni mang'iza oladigan.
Ama ulumuz kütte oturup bardı o. Halk üzününki kem degende manda halkı raisina şunu vaqtda inkas beriş gerek. Çünkü bir jadam bilen lam tötümüz yığılıp ölüp mani çıkadık dep otarsak bolmaydı o. Halkmı oturga üzününki pikirini koyuş gerek. Biz halkның vekili bolgandaki halkdan mı soruşmamız gerek. Halk soğumay turup özümüzle anda oyun oynap anı kılımız manı kılımız dep otap kelsek bu iş akmaydı o. Ben nurgun dep kettim bunun içilik karindaşlarga men kapolmaysızlar bir yerde men ilki xuddi data edip atgandek bulap ketip barma. Ama hammamizniki vazifasi bor bu yerda. Shuning uchun bu yerdagi mening da'vat qilganim bu yerda teshkirish nimasida bizning men shuni men qilolmaydi ekanman. Men qo'limdan kelayotganini qilyapman. 24 soat ishlamasam bu kunimniki kam deganda bir 10-15 soati mush da'vo ishi bilan ham ketyapti. Meniki o'qishim bilan bu o'qishimni burun chiqta soatim hozir har mavsumda bir lam ders elyapman çünkü yetişemey. Bu yerdagi hukumatdagilar to'rbetni misoli yasa, bayonotni misoli chiqa, hamma narsani men chiqarib o'tarsam bo'lmaydi o. Ondan keyin kelib hamma narsani hamma vazifani sevgilab olding deydiganlar bo'ladi-ki, nima ish qilsizlar, ammaysizlar vazifani. Hukumatning ichidagi qarindoshlar. Nurg'un deb ketdim, elinglar deb. Ammo ba'zi kishilar echiq dedi. Men bo'g'icha men xizmat qilmayman deb. Unda odamlarni yiroq tutish kerak. Chunki ularniki anda qilgan qiliqlam va vatan millatniki manfaatiga mos kelmaydiganligini e'tirof qildi. Haqiqiy vatanparvar men rais bo'g'icha men ish qilmayman deb o'tirib olmaydi. Haqiqiy vatanparvar portlab chiqdi o. Meyli teşkilatның a'zosi bo'lsin, bo'lmasin, o'zi harakatni boshlaydi o. Haqiqiy vatanparvar bunun qarab o'tmaydi o. Ma animdamiki, baminimdamiki deb. Bo'lmasa men bu ishni qilmaydim. Agar bu boshqa tashkilotlar tuzib davoni mang'izalagan bo'lsa, men bu yerda ko'tadab o'tamaydim. Men bir 100 ming dollarlik maosh olib ishimni qilsam bo'ldi. Bu yerda bunun bilan o'zimni diqqat qilib talash tartish qilib jumay. Ammo biz uchun eng oxirgi fursat bo'lganlik uchun men buni qilmaganligim uchun men xalqni chaqirib qildim chiqdim. Ma fursatni qo'ldan ketkazmayli. Shuning uchun hukumat shu bevositadan echiyotdi. Ummu o'ylasam xato ekan. Bizniki ya uni teshkirish nimamiz bo'lmagandan keyin demokratlar chiq odam to'playmiz deb nurg'un odamlar, bilinmagan odamlar, ba'zilari bilib asta-asta o'zi haqiqiy nimasi echiq bo'lganligim bo'ldi. Masalan, ba'zi qarindoshlarim atrofimdagilarni boshda men yaxshi deb tunaganlar boshqa xil tunilib qolyapti hozir. Bundan qilmayli. Biz mas'uliyatimiz bor. Biz o'zimizni o'ylamaylik qarindoshlar. Bizningki 40 milyon xalqimiz bor, bizning jinoyat kutayotgan. Dunyo bizning jinoyat kutayotgan dunyo qarayapti bizga. Biz bir xatolik qilsak, biz kichikkin bir xatolik o'tkazsak, butun millatimizning bayromi bo'ladi. Shuning uchun men bunda xatolik qilayotgan manda shaxsiyatchilik kishilar bilan shaxsan bijad o'rtog'im yo'q. Chunki men necha qatimni qilib boqdim. Ular bilan bijad o'rtasam, keyin ular xato qilsa, o chaqda mening bu qiyomatda mening kiydigimni qiladi. Nima uchun andaligini bilib turib nima qilding deb. Shuning uchun ba'zi qarindoshlarni necha qatim ogohlantirish berildi. Shikili tarafda xatolik bor. Men shikili tarafga dedim, gap qilmay turinglar, urushmayli mayada. Ma xalqimiz kutayotgan bu emas. Jim turib turayli. Ökümüzni besib olayli bir 24 saat. Charchab ketdik, bir dam olayli. Undan keyin gaplashayli desam, bir sunim qilib ba'zi kishilar yana bir to'p qurib olib, biz ani e'tirof qilmaymiz, bu ani e'tirof qilmaymiz deb nima qilsa, bu qanday ma'noda, qanday hukumat bu? Shuning uchun xalq buni tuzish kerak. Xalq bunaqa besim selish kerak. Chunki xalqning vazifasi bu hukumat 3-4 odamning hukumat emas. 60 odamning hukumati emas. Butun xalqning hukumati. Xalqmi buningga inkos berish kerak. Agar taklifinglar bo'lsa, ma bizning taklifimizda o'tirib yezishinglar kerak. Ma bizning fikrlarimizda bani
o'tirib yetishinglar kerak. Mani surishti qilamiz degan vaqtda sizlar tunasanlar mani shu kishilik to'g'ri nim to'g'rilik odamlar uchun tunaga odamlar bo'lsa, biznes kuchurini bilsanglar ularning haqida. U mening tuqqunimti yoki qarindishimti yoki aviti marketi deb yomon bir yerlar bo'lsa, uni deyishinglar kerak. Dadanglar bo'lsa-mu, ziyon yetkazgan yerlar bo'lib qolgan bo'lsa, mening dadamning mayir xatoti deb uni deyishinglar kerak, aziz qarindoshlar. Chunki bizning hammamiz bir nimning ichida, bir chambarikning ichida. Hammamizning kallamiz bir ketdi. Bir qismimiz xatolik o'tkazsak, buni bilishimiz kerak. Shuning uchun da'vo qilayotganlar, da'voning sirtidagi xalqmi, ta'tur da'vo qilayotganlar bo'lsa, ularga vaqtida raddiya berish kerak. Men xatolik qilayotgan bo'lsam, Salih sen meni xatolik qilyapsan deb kekidikimni siqishinglar kerak. Bo'lmasa keyin qiyomat hammamizning kekidi siqiladi. Sen nimish Salihning xatolik qilayotganligini bilib turib, sen Salih xatolik qilmadi, nimish qiltuding deb sizlardan hisob so'raldi. Mendan nimish qilsa xatolik qilding deb mendan hisob so'raldi. Hammamizda mas'uliyat tuyg'usi bo'lgan chaqda ma ish aqidi. Undan keyin hukumat bo'ladi, undan keyin da'vo bo'ladi. Rahmat. To'g'ri. Endi ukam bu da'vo ishi qurban berish ishi. Xuddi o'zimiz lavulda kuyayotgan o'tqa o'zimizni tashlagandek bir ish. Uningda rohat yo'q. Uningda maqtash yo'q. Tillash ko'p bo'ldi, qaqshash ko'p bo'ldi, ranjish ko'p bo'ldi ekan. Ham sizniki mushu Oqsaroyning oldidagi namoyishni tatib qilayotgan ishlaringizni xalqimiz ko'rib, ichida duo qilib, sizga minnatdorlikni bildirsimi, sizga bir tiyinlik bir yordam qilaligini yo'q. Haqiqatan jiq yuklar sizga otilib qoldi. İnşallah ertugün bir o sharoitmi bo'la qilgan ajringiz yerda qolmas. Buni bilimiz, ko'ryapmiz ukam. Haqiqatan men yana bir desam xalqimiz nomidan qilgan xizmatlaringiz, mehnatlaringiz uchun cheksiz rahmat aytamiz. Hozirgacha sizga o'xshash fidoilik bilan o'zini atab qilib kelayotgan odam barmoq bilan sanag'idek. Yo'q hisobi. Hem şunlaşka demişim bir adam bir işqa başçılap kirip, can köydürüp, kurban berip bir işqa atkanda aramızdaki naaqçılıklarını, igizpesliklerini köse amanın şundaq sel qaynap qaldığan işke. Ama fukam şunu bilin ki bizning ahvalimiz şu. Bizdeki sapa yeterlik emas. Bizde hakiki işidin çıkarıp özünü atıp atqanlarmı o ağızlı sözlügen bilen əməliyyat taşda qılalaydıqanlarımı köp emas, bunu öz gözünüz bilen körüvatsız. Andaqşken, hazır sizler bir uluq işqa tutuş qıldыңlar. Yani, xalqның arzusu, ortaq arzusu bo'lgan bir sürgündük hükümetini xalqqa içib etib, ammaviy asası var bir hükümetini qurumizda bu işni başlagan işkensizler. Bu qadamni basqınыңlarda xatolik yo'q. Chunki sizlar ishni xalq echib etmay turib, xalqning himoyasiga erishamaysizlar. U xalq qo'llaydigan hukumat bo'lolmaydi. Ishni echib etding degan gap hamma narsa kirdi. Sapava kirdi, chivin kirdi, qurtqongiz kirdi, hammasi kirdi. Ana shu muhitda ish qilsa degan gap. Unda bo'lgandan keyin siz bu to'g'ri tushunishingizz kerak. Ya'ni onun ustiga bizning bir kuchli dushmanimiz bor. O jim turmay keç gündüz muşu işqa düşmanlık qıvatıdı. Meyli bayqanadek siyasi oyunlarını oynasın veya ki birbirimizni iştek talaştırıp oyun kösün. Bu toxtamaydı düşmanın oyunu, düşmanın rezilliği. Muşlarını bilip durup bir savaplık işqa tutuşqan işkenmiz. Bizde azıraq səvirçanlıq buluş gerek, azıraq emas xeylicik səvirçanlıq buluş gerek. Hem sen jiraqni közləş buluş gerek. Mesela bu siz oylagan işlerini 11. aygacha mümkün emas süzüp bolamaysiz. Mümkün emas. Yani siz oylagan derecege ekilanmaysiz. Eğer qilmadsangiz, tanlıq adamның hammani chiqarib o'tib qayta talishingizga to'g'ri keladi. Onun vaqtmi yo'q, sharoitmi yo'q. Shunga hozir men nechqatam dedim, bu adamlarning mutlaq ko'p qismi bizning nazarimizda sog'lom odamlar. Gerçi ko'z qarashi o'xshamaydigan, mijozda joyillik bor, sal urushqoq, manmanchiligi bor odamlar bo'lib qolishi mumkin, ammo
irodasi sog'lom odamlar ko'p sonli egallaydi deb o'ylayman. Unda bo'lgandan keyin mushuni nazarda tutib turib, ishni boshlab mushu akagan ishganmiz. Avval ma'lum hukumatni bir sog'lom qurib olaydi. Sog'lom deb ketamizakmi? 80% sog'lom bo'lsa hisob. Andan keyin siz degan vazifani olmaydigan ishmi bo'lmaydi. Chunki hukumat qurildi degan gap vazifani taqsim qilasizlar. U yerga bordim degan gap, u bordi borgan odamning hammasi men menga tegishli vazifa bo'lsa olaman deb borganlar bo'ladi. O chaqda xalq ishini bir vazifani bersa olmayman deyolmaydi. O chaqda hozir zimmingizdagi jiq vazifalarmi jiq odamlarning zimmasiga chechiladi. Siz mi yengillaysiz? Hem moyun bir şeref vazifini xalq sizga berdi bununla işinime. Muştaq adatda afkam. Savrichanlik, kechirimchanlik, hamda moyumi çoğun vaziyatni ko'zlab, sal kechirib o'tish, ya'ni ba'zilarning ojizligi, kamchilik, dushmanlar bo'lmasa, uçqayga siz degandek, boya degandek Suriyaga berib urushib qatnashib qolgan yoki Xitoyga berib kelgan, mundaqli bo'lib qolmasa, ne uzun yıllardan çetelde yaşayotgan, davasıga mayli az bo'lsin, ko'p bo'lsin, qatnashayotgan ama meydan müstehkem adam bo'lsa afkam. Vaqtimiz bek qisqarib qoldi. Shunga bir oy ichida mümkün bo'lsa, agar yeninglar bo'lgan bo'lsa, men kunda yeningiz bo'ladi, buning hammasini yana baratim rasmiy mening kallam saram hozir. Chunki mush ish bir o'ngishli bo'lsa deyman. Mening mush orzuyimda bo'layotganlar millionlab, kulminglab inson bor, ishonsangiz. Bu çünkü hammamizga boya degandek hukumatni inkor qiladigan odam yo'q. Hammasi deydi bizga hukumat kerak. Unda bo'lgandan keyin ular tunji qatim bir ishni ichib o'tib bir mushaqqatlik, qiyin bir vazifani ustunlarga olgan ekansizlar. Bu ishni amal va yaxshi tarafga burashga tirishishimiz kerak. Abay deganlaringiz hammasi o'rinli. Ko'nglingizdagidek bo'lmayotdi ishlarni bilyapmiz. Ama ko'nglingizdagidek bo'lmaydi, ufkam ishonsangiz 11-ag'ich bo'lmaydi. Siz o'ylagandek undaq tanlab bekab qo'ygan nimalar bo'lmaydi. To'g'ri dedingiz, boya mushu davasi mushu hukumatga asli kelish kerak bo'lgan. Mayli cho'ng ziyodisi bo'lsin, mayli talantli yoshlar bo'lsin, jihlari kamidi. Nemishqa ko'pincha mayli qandaq maqsadda bo'lmasin, bir kuzatish. Muşlar buraya kilalamdı kilamamda ol bir kep baksın. Anadaki ben bir iş kılalamdım kılamamdım. Anadaki kesem ölgürmede küst fotoğraflar köp. Bundakla en az birey yüz çıkıdı aşı yaramlıkladın. Şuna afkam aval muşu hükümetinin işini çıraylık bir taraf kılanlar. 11. aydaki muşu kurultay galbilik bir içilsin. Anın deyinken inşallah bayıtılga ağan talantlık, meyle çoğlar bolsun, yaşlar bolsun. İşini ben asla kilidu etrafınlağa. Çokum keldi. Çünkü bayman degandek hammamizga bu hukumat kerak. Yani hozirgacha bunda hukumatning lozim yo'q degan odamni men ko'rmadim. Hammasi deydi, hozir mush g'arb dunyosiniki ovoz chiqyapti, bizga biz bishorat beryapti. Ey, sen qanday yashay olaysan, Xitoy bilan mustaqillik deymamsa? Deydiganqa bir markazning shakllanishini va g'arb dunyosi kutyapti. Ham sizlar mush qatim mush ishni aqtiramasanlar, yo'q tugidi bu ish. Buni bilishingiz kerak. Hem şu mabayman degandek şu qo'lliq ishlarning gruppanladagi odamlar hamsi bilish kerak. Shunga shaxsiy g'arazni qat'iy qayrib qo'yib, vatanni, millatni ko'zlab, bu qatim har qanday ochig'lar bo'lsinmi, ishchilar, qallanlar, o'tmagan ishlar bo'lsinmi, kechirib o'tib vaqtincha. Mushu 11-yil qurultayni g'albilik o'tkazib olsanglar, andan keyin inshaalloh ishini xalqimiz asosida mushu hükümetimizden atrafaga toplaşıdı, hem küçeytidu. Çünkü halk asası olmasa, siz mi bilirsiniz? Eğer Tibet sürgündeki hükümeti belgendek Amerika hükümeti milyonlar dolar vermişse, yani bizden sürgündeki hükümetimiz halk tayiniş doğru geldi. Yani halk asası olmasa, sürgündeki hükümetimiz her kanca serhillerini jığvağınız bilen mi, onun aylanışı tasvip kalıdı. Men işi tasvip kaldı. Şu an afgan belki gaptirimsel artık hop ketken bo'lishi mümkün. Ama bu xalqning yurak sadasi, ishonsangiz, bizning orzuyimiz. Agar bizning qo'limizdan kelgan ishlar bo'lsa, qo'limiz ko'ksimizda har qanday ish bo'lsa, ham atrofimda menga o'xshash mushtaq ishbod bildirganlarmi ko'rming bor, chiq xili bor. Hozir elimizda masalan ko'ngil bo'lib yarashtiramiz deyotganlarmi mush maqsad chiqyapti, mayli oqsun, oqimsun, yaxshi ko'ngli bilan. Ya'ni siz bilasiz, ular oramizdagi xili g'olliq odamlar, ziyolilar.
Xeyli ta'siri bor odamda. Mushlarning bosh harakatlarga kelishimi hammasining asosli maqsadi mushu hukumat vujudga kelishga, mushu markaz bir vujudga kelishga degan arzuda. Unda bo'lgandan keyin ukam ba'zi qaynaymiz, ochchig'imiz keladi, o'zimizni o'ylab qolamiz, ammo please, ya'ni bir oy vaqtimiz qoldi. Bir kuchaytinglar. Albatta biz bu da'vodan voz kechmaymiz. Bu da'voga o'lsakmi voz kechmaymiz deb yo'lga atladik. Ammo biz rasmiy bir siyosiy tushunchada o'ylab boqishimiz kerak. Boshda milliy manfaat nima ekanligini, milliy manfaatningki 4 kategoriyasi bor. Birinchi kategoriyasi hayotlik manfaati, ikkinchisi oliy manfaati, uchinchisi muhim manfaat, undan keyin normal qilmanda siyosiy nima, to'rtinchisi. Hayotlik manfaatimiz nima? Davlatimiz bo'lishi kerak, bu hayotlik manfaatimiz. Davlatimiz bo'lmay turib bizning xalqimiz uzun muddatlik hayot qololmaydi. Buni hammamiz ko'p qism buni tushunib bo'ldi deb o'ylayman. Shuning bilan meniki chaqirdig'im xalqqa bu hukumatni qo'llashinglarni, bizning qilmagan ishlarimiz bo'lsa, masalan bizga doim hukumatni qanday kuchlantirish uchun bir tavsiya bizim qanday xizmat qila olamiz xalqni. Shu to'g'riliqmi fikrlaringiz bo'lsa, to'g'ri berib yozinglar. Hammasini o'qiyolmasakmi, vaqtida javob berolmasakmi, o'qiymiz chuqur. O'qib biz uchun xalqimizning arzusi nima ekan deb ayaga o'tirib qo'ya olamiz. Undan keyin o'zimiz talash tortishmi asta-asta yo'qaydi deb o'ylayman. Ikkinchisi, masalan biz surish qilish masalasida biz o'zimiz surish qilib tursak, biz tarafdan sal xatodek tuyuladi. Shuning uchun xalqninki masalan bizning bu nomzodni surish qilishini umid qilaman. Yana to'rbetga biz nima yozaymiz, nima kontakt yerda anonimus shaklda qilib, o'zining kimligini bilindimi, kuchir ivatalish degan qilib qo'yamiz bizdan keyin. Shu yerga shunda yordam qilishinglarni. Bu sizlarniki bir xizmatinglar. Chunki albatta sizlar xalqmi hukumatiniki pokiz minishi, pokiz insonlar chiqishi, haqiqiy ishni mang'izolaydigan ishninki vujudga chiqishini umid qildiganligini ishinaman. Sizlarniki qilaydigan ishinglar mushu. Anda ra'y sinash vaqtlarda ra'y sinash vaqtlarda uni ambarlab, ashuna qatnashishinglarni umid qilamiz. Yig'in açsak, namoyish o'rinlashtirsak, kelib qatnashib turishinglarni umid qilamiz. Buni xalqning qilaoladigan mushunchilik. Agar xatolik bo'lsa, xato odamlarga vaqtida bizningki xatoliklarimiz bo'ladi. Hammamiz inson bo'lgandan keyin bizning xatoligimiz bo'ladi. Bizni mukammal, biz yo bir farishta yoki bir narsa emas. İnson shu xatolik qilish uchun yaratilgan bir narsa. Ammo biz xatoligimizni tunishimiz uchun ba'zilar tunug'ul unamaydi ekan. Masalan, men shaxsan xatoligimni burun tunish unamagan bilan asta-asta xatoligimni tunishimni o'rgandim desam bo'ladi. Biz bu xatoligimizni tunishni o'rganaylik. Bizningki o'zimizningki ko'rmagan xatoliklarimizni sizlarningki xalq, ya'ni sizlarning ko'rgan yerlaringiz bo'lsa, mayada xatoda ketdingiz, mayada anday qildingiz deb nima qilsangiz, unda inkas berishingizni, xatoligimizni tuzatish uchun qanday qilib xatoligimizni tuzatamiz, shuni bir deyishinglarni umid qilamiz. Xatolik qilaversak, uning ma'qul deb o'tiraversanglar, sizlarda xatolik bor degan gap. To'g'ri. Buni yolg'izdan xato qilganlardan bo'lmaydi. Xatoga yo'l qo'yganlardan bo'ladi. Xatolikni bilib turib gap qilmaganlikdan bo'ladi. Bu yerda aziz qarindoshlar, yana deyman, bizningki mayli dadimiz bo'lsin, mayli onamiz bo'lsin, mayli balamiz bo'lsin, mayli tuqqanimiz bo'lsin, mayli do'stimiz bo'lsin, mayli biz yerda ishlaydigan qarindishimiz bo'lsin,
Hamma narsa biz milliy manfaatni boshda ko'z tutganda undan keyin boshqa narsalar o'tirib mavjud kelalaydi. Umumiy hamma odamningki manfaatini o'ylagan vaqtimizda undan keyin biz g'alaba qila olmaymiz. Birimiz xatolik qilsa, bo'pti, dadam buni ayb bak, dushmanlik qilsa masalan, ligini bo'lmaydi. Masalan, dushmanlik qilgan bo'lsa, dadam deb, bo'ldi men buningki dushmanlikini manda ziyon yetkazdi millatimizga, ammo men buni yushirib olman deb o'tarsak bo'lmaydi. Dadamti sen millatimizga ziyon yetkazding deb dadamizga qarshi tura olishimiz kerak. Milliy manfaatda haqqoniyatlik mushu. Ular hurmatsizlik qildi men. Ammo umumiy manfaatimizni boshda ko'zda tutaylik. Hamma narsadan umumiy bütün millatning manfaatini ko'zda bosh qilgan chog'da undan keyin biz qutula olmaymiz. Undan keyin biz ish qila olmaymiz. Bo'lmasa yana shu shaxsiy o'zimizni o'ylab o'zimizni ko'rsak ishimiz qolmaydi. Bizningki bugungi qolgan kunimiz shu shaxsiyatchiligimiz yuzidan mushkunib qoldi. Ajdodlarimizningki shaxsiyatchilik bizdan burunqilarniki shaxsiyatchilik yuzidan mushkunib qoldi. Uni achirib kelsa u mening nima karimda sayam İsmailni achirib ketdi, men mening nima karim yoki Samatni achirib ketdi, mening nima karim, meni achirib ketmasinlar deb o'tag'anligimiz. Beledi. Atogin ma Samatni bugun achirib ketib, atogin meni achirib ketamikin. Biz Samatni qutqizayli deb bog'lagan bo'lsak, uniki hammamiz mumkin qolmaydi. Vaskepni qilsak, bizda xatolik umumiy millat jihatdan bizda xatolik bor. Dushmanlikni baribir qiladi. Biz o'zimiz dushmanimizga taqobil turamidik. Biz dushmanimizni hatto o'zimiz Xitoyniki bir necha yildir masalan Twitterda deb nima qilib qo'ydi. Sen o'zing bizni boshlab kelgan to'g'rigan to'xtab seninki bu otalaringda boshida deydigan yerlar bor. O'lim haqli. Bizning ajdodlarimiz burunqilar boshlab chiydi uni. Armiyasimiz bordi, davlatimiz bordi, ammo qarashtirmadi. Hozir biz davlatimizni asosga keltirish uchun hayotiy manfaatimizni saqlash uchun, mavjudligimizni saqlash uchun kurash qilyapmiz. Buning ichida yolg'izdan bir tashkilot, yolg'izdan bir shaxs qilolmaydi bu ishni. Hammamiz uyushishimiz kerak, hammamiz qo'limizdan kelgan ishni qilishimiz kerak. Undan qutulish bor. Necha qatim deb ketdim. Yana tekrarlayman. Ammo buni o'zimizni bir savolga tortaylik. Ben nima ish qila olaman? Hammamiz o'zimizniki oddiy, kichik bo'lsa, bir asimizni qo'ysak, undan keyin qalbi qilamiz qarindoshlar. Doğru. Salafkam bugun mencha deydigan gaplarni asosan deb bo'ldik. Hali uzun vaqtingizni oldim. Bilmadim qo'shimcha qildiganingiz bormi? Yo'q, men asosan deydigan gaplarimni deb bo'ldim. Tamam. Alloh hammamizga osonlik bersin. İnşallah. Bizning qarindoshlar. Oxirida endi inshaalloh xalqimizning umidi yerda qolmasin. 11-yerdagi qurultay muvaffaqiyatli bo'lsin. Xalqimiz uzundan kutgan shu kuchli ommaviy asosi bor bir sug'undagi hukumatimiz vujudga kelsin. Atrofdagi igizpas ovozlarni ana shu chog'da biroqla bisqidi. Chunki bu xalq saylagan hukumat bo'lgandan keyin Avbayqanondagi igizpaslar o kulkiga aylanib qoladi, hech kim tonimaydi. Biz shu kunni o'tkazilgan kutimiz ham oxirgi shu qurultaydagi barliq ishlaringlarniki g'alabalik, qutuqliq bo'lishinglarga tilakdoshmiz. Agar biz qila oladigan qanday ish bo'lsa, buyuringlar bizga tayyor. Biz deganimiz atrofimizdagi shu hukumatga ko'ngil bo'layotgan az bo'lmagan insonlarimiz bor. Qo'limizdan imkon shuni qilamiz. Inshaalloh 11-yilgi qurultayda qutuqliq o'tkazib olganimiz keladi hammamizning. Ham shu kunni ko'rish nisib bo'lsa. Oxirida bugun yana 2 soatlik vaqt chiqarib biz bilan ham suhbatda bo'lganingiz uchun rahmat.
Siz millet üçün, vətən üçün köp cəfalarını çekivatsız, körüp duratımız, içimizde ağzımızda demesek mi içimizde daim minnettarlığımızı bildirip durumuz sizge. Allah teninizni salamet kılsın, işlerinizin utuşlu kılsın. Hem tekimi güçlü, güç kuvvet, kudret bəsun. İnşallah aldığımızda yol uzun. Hemmimiz kolunu kolu tutup şu özümüzün hürmetini de yaşaydığan bir gününü kütübediğin bir gün kelgisi inşallah. Ahırda eğer başka yapınız olmuşsa yani bir katım rahmet etime hem yani bir katım görüşkice aman olun. Hayır. Allah'a emanet. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir uygur gülümse cıraktı. Seviliştiğimizi taşar kırmaktı. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Sevmiştiğimizi taşar kırmaktın. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Yağmur her kaçan dersen bana, en güzel düşlerde gözüm bana. Kıyamlar her kaçan gizersen tamam, en güzel düşlerde gözüm bana. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vətənim asmıldım kimikinde. Kuşlarga qaray men nimadur özlep. Vətənim asmıldım kimikinde. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Dıllarga tutuya her taş her giya. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim vətən. Ben seni şu kadar sevindim ana.
Ben seni şu kadar sevindim dalam. Ey rahmet